Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Vaqa və mülahizə proqramımızın 17-ci sanını görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görmənlərimiz, həmənlərə məlum bolğandək biz bu proqramımızda millitimizə aid Şərq Türkistan davasına aid mühim, qızıq tema bo'lib atqan məsələlərni hər zaman şu dəl vaxtida şu sahanınki mütəxəssislərini təklif qılıb söhbət qılıb kelyapmiz. Bugün atiganda biz e'lonimizda bergandek, albatta butun dunyodagi Sharq Turkiston xalqini shu 4-iyundan boshlab hammamizni hayajonlantirgan Uyg'ur sud kollегистики bu yerda guvohliklarni bu yerda Xitoyning elib berayotgan bu jinoyatlarni pash qilish, bevosita shuni yashagan, shu zulmlarni ko'rgan insonlardan bevosita isbot anglash bu yig'ini Londonda echilgan bo'ldi. Har kuni albatta biz xabarimizni berib turdik. Ham naq maydondan tarqatilgan programmalarni xalqimiz ko'rgan bo'ldi. Tunugun muvaffaqiyatli shaklda oxirlashgan bo'ldi. Biz bu munosabat bilan dal qiziq vaqtida shu programmaga boshdan oxir yetakchilik qilgan shaxslarni, aziz mehmonlarimizni chaqirib bo'lgan bu program haqida keng bir suhbat qilaylik deb o'tiribdik. Bugünkü aziz mehmonimiz programımızdaki Dünya Uyghur Qurultayı Raisi Tulqun Aysa efendim Londondan qatnashyapti. Shundaqla Amerikadan İlşat Hasan Kökböra efendim Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy ishlari mudiri, shundaqla sobiq Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi. Har ikki aziz mehmonimni programmaga qatnashganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Ko'p rahmat. Rahmat, Alloh razı olsun. Rahmat, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qadirli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydonda taqdim etiladi. Ekran oldida chiqib turayotgan numaralar orqali programmamizga aloqador fikr taklif berishingizni shundaqla savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda bo'lsa, boshlab ketsak, hurmatli Tulqun Aysa afandimdan boshlasam, oldi bilan albatta men programmani kirishi degandek bu Uyg'ur sud kollegiyasi Londonda muvaffaqiyatli echilib tunugun oxirlashgan bo'ldi g'alabali shaklda. Sizdan birinchi savolim shu, Uyg'ur sud kollegiyasi qurish fikri qanday borliqqa keldi? Mishadan boshlab kirgan bo'lsak, marhamat. Rahmat bu programmaga taklif qilganligingiz uchun. Bu Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi bu qirg'inchiligi, assimilyatsiya siyosati 1949-yili kommunistlar sınırız kalgandan keyin başlangan bir hadise. Ama bunu dünyada bizden burunki rehberlerimiz, liderlerimiz imkaniyetle dairesinde anlaşılır geldi. Dünyada bunun bir müstemlik tüprak boğallıklarını anlaşılır geldi. Xitoy hükümetinin iyada bütün hak hukuklarımızı tecavüz kılatkanlığını onun bizden burunki bütün teşkilatlarımız, faaliyetlerimiz anlaşılır geldi. Ama bu bulup Xi Jinping tehdit çıkan 2014 yıldan bu yan Xitoy hükümetinin Şarkı Türkistan'daki bir asimilasyon siyaseti resmi şekilde bir soykırım siyasetiga aylandı. Bunundan burun Xitoy dünyanı test kıldı, İslam dünyasını test kıldı, tumurunu tutup baktı yani. Baksa dünyadan bu kırgınçılıklara nispeten bir yeterlik bir reaksiyon kömügendikin Xitoy hemen dünyanı Uygurlarga nispeten keskin şekilde uçuk aşkar bir erki kırgınçılık programımızı elip basap dünya bana bir demeydi ekan degan bir təsirat ilk geldi. Ben şimdi de oylayman. Bunun aldı deganlikle her xil testlerini qilib baktı bular. Bu bizde hakikaten kaygılı sağlayan bir hadise oldu. Bu ceza lagerlerinin resmi 2016 yıldan başlayıp yol koyup milyonlagan insanlarımızı kamagandan keyin bu hakikaten biz vatandın her gün degidek içinçlik haberlerini anladık. Çetellerde yaşayotgan yüz minglarca, 10 minglarca insanların ailelerinin yo'qolib ketayotganligi bir reallik bo'lib o'tirib chiqdi. Buni Birleşken Devletler olsun, Avrupa İttifakı'da olsun, Amerika başka devletlarda ve xalqaro matbuotlarga taqdim qilishtirishdik. Ancha-muncha diqqat e'tibor qo'zg'algandek ham bilan meselenin ciddiyeti yeterli derecede bo'lmadi. Bu haqda biz izlendik, nimalarni qilishimiz kerak deb ko'p izlendik, qilishdik. Başka bizga o'xshaydigan millatlarning sergüzeştirib bo'lgan millatlarning faoliyatlari bilan tanishdik. Ular bu meseleni qanday olib bordi degan masalada ish yapardik.
Netice itibariyle biz okşaydıgan mesela Rohingyalıklarını 2017-2016 yılları muşunda katı bir yerdimi erki kırgınçılık oldu. Bunu Birleşken Devletler Teşkilatı insaniyet karşı işlenген cinayet şekilde kabul kıldı. Bula kanda başlaganda bula bilen köreştik, sözleştik. Baş müşna bir uçuruşlarını mesela ki bu Xitayning Sharq Turkistonda olib berayotgan bu soyqirmni bir xalqaro qonunlar kategoriyasi bo'yicha qo'lga ilish va shu bo'yicha harakat qilish va bu chunki siyosiy irodaning fikrlari bugun berilib o'zgaradigan bo'lganligi uchun buni xalqaro qonunlar kategoriyasi bo'yicha bir qattiq bir tamg'i besilish zaruriyatini va Xitoyning bu jinoyatini bir xalqaro sudda sudlashning muhim bo'lganligini bu orqali butun dunyoni davlatlarni harakatga o'tkazoladiganligimiz qanoatiga hosil qilib 2018 yildan boshlab bu vaqt ko'p harakatlar bo'lindi. Dastlab qadamda Romda bo'lgan doimiy xalq sud mahkamasi Permanent People's Tribunal deydigan 1974-yil Chilining diktatorini sudlash maqsadi bilan qurilgan sud mahkamasi bor ekan. Ular bilan ko'rishdik, so'zlashdik. Ularga materiallarimizni taqdim qildik. Bir qancha qitimda Milanda, Romada, Nyu-Yorkda uchrashishlarimiz bo'ldi. Ular bu masalaga nihoyat qiziqdi. Keyin yana uning boshqa texim tezroq bo'ladigan, teximi xalqaroda ta'sirlik bir nima yarata oladigan imkoniyatlar haqida izlandik. Oxirida biz Jeffrey Nice efendim bilan aloqaga keçdik. Jeffrey Nice hem de Miloševićni sotlagan zamanındaki dünyada nihoyat kuchli ta'sirga bo'lgan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining adolat divonining sotchiligini üstlengen bir kishi. Şunun bilan bu kishi dastlabda albatta biz o'ylaymizki bir soyqirım bo'layotdi, qirg'inchilik bo'layotdi. Buni butun dunyo bilish kerak, biludi deb o'ylaymiz. Ama undaq emas. Buni bizning bildira olishimizga bog'liq. Chunki dunyoda elbette Sharq Turkistondagi meselesini başka bir yerdeki meselelerle bugün seliştirgili bulmaydigan derecede bir eğir ama o'xshash şekilde Sudan'da bo'ldi bu qirg'inchilik, Afrika'nın başka devletlerinde bo'ldi, zamanında Kosovo'da, Bosna'da bo'lgan. Demek bu vaqtda biz bu meselenin şu yerde yaşayan xalq bu meselenin ciddiyetini şu xalq yaxshiroq bilalaydi. Hem niyat dastlabla biz zulm boslam qopab ketadigan ish yo'q ekan. Buni qandaq shunda qoptira oladigan, dunyoni qandaq shuningga diqqatini chekelaydigan hareketlerini qilish zaruriyat ekan. Shuning uchun mushundaq bir sotning echilish nihoyat muhim deb buni biz xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida Xitoyning jazolash imkoniyatlari bormi yo'q. Bu vaqt ko'p izlandik. Advokatlar bilan, huquqchilar bilan ko'rishdik. Bunun imkoniyatining yo'qligini bildik. Chunki Xitoy uninga a'zo bo'lmagandan keyin bog'liqchilik nimasi bo'lmaydigan gap ekan. Xalqaro adolat divonida sudlash imkoniyati bor, ammo bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xavfsizlik kengashining qaroriga bog'liq bo'lganligi uchun Xitoy veto qildi. Bu imkoniyat yo'q. Shuning bilan oxirida uzun uchrashishlar, muzokaralar, xalqaro advokatlarning, qonunchilarning fikrlaridan keyin tarafsiz bir sud mahkamasi bilan Xitoyning jinoyatini sudga tortish imkoniyati bor. Qanoat kelib shu obyektni degan yo'llar besildi. Jeffrey Nice efendiga juq narsalarni yo'lladik biz. Necha yuz hatta necha ming materialni yo'llagandan keyin kishi ko'rib, eng oxirida haqiqatan bu yerda bir ciddi bir meselenin mevcut ekanligini, bunu tekshirishning zaruriyati ekanligini qanoat hosil qildi. Biz Dünya Qurultayı bulup 6. ayda 2020 yılın resmi şekilde bir iltimas sunduk. Muşun tekshirishini talep qilib, Jeffrey Nice özünün adamları bilen muşun münasebetlik dünyadaki tanılgan erkek qirg'inchilik, insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlar masalasida mutaxassisleşken advokatlar bilan, mutaxassislar bilan muzokaralar orqali bizning bu arzimizni qabul qilganligini bildirdi ve 9. ayda bu Uyg'ur Xalq sud mahkamasining rasmiy qurilganligini jakaldi. Demak, mushunda bir qisqacha aytgan vaqtdan bu 2 yillik bir jarayondan keyin vujudga chiqdi. Ama mushunda bir qisqa nuqtada esnab, mushunda bir jarayonlardan keyin mush fikr o'tirib, ya'ni maqsad Xitoyni qanday qilib bir xalqaro qonun bo'yicha so'roqqa tortalaymiz, jinoyatining javobgarligini surishti qila olamiz degan mushu narsa bilan o'tirib chiqdik. Siyasi kararlar devamlı özgürdü ama bir xalqaro qonun bo'yicha qilingan bir narsa, buni qaysi iqtidor kim chiqishdan qat'iy nazar bu o'zgarmaydigan bir hodis bo'ldi. Bizning davoyimizning uzun muddatligi taraqqiyoti uchun va ba'zi davlatlarning yoki ba'zi insonlarning bu uning o'yini ekan, buning o'yini ekan va yoki bo'lmasa ba'zi davlatlar foydalanyotdi bu Uyg'ur masalasini deydigan narsaning oldini og'il bo'ldigan gap.
Muşundaq bir zörgət səbəbindən şu fikirlər kelib hərəkət etdik. Şunda bir başlandı bu. Xoş. Kötün köp rahmet hakikaten yığındılar şu 4 iyundan tünügün ahırlaşıkçı boğan bütün yığın jaryanını hakikaten bunun normal tayyorlik emas alohida bir tayyorlikning bor ekanligini ko'rib bo'ldi. Mayli guvohchilarni o'rinlashtirish jihatdan bo'lsin, tarjima jihatdan bo'lsin va u sud kollegiyasidagi har bir qatnashuvchi shaxslar haqida albatta programmamizning davomida savol so'rayman. Rahmat endi hurmatli İlşat Hasan efendim. Siz mi albatta bu programmanın yani bu sud kollegiyasının o'rinlashtirilishi tam shunday bosqichga kelgacha nurg'un xizmatlarimiz bo'ldi buning albatta. Mushu sud haqida sizningki olgan ta'sirotingiz boshdan oxir albatta bo'ldingiz. Mushu sudningki jarayoni haqida siz qanday bir ta'sirot oldingiz, nimalarni his qildingiz? Sizning bir o'z qarashingizni bersak. Assalomu alaykum. Rahmat. Bunda degan vaqtida abay raisimiz Dolqin Isa efendim bu jarayonni aytib o'tgandek, birinchi qitim meningki buni bilginim shu boshda muzakkir bo'ldi. Undan keyin Dolqin Isa efendim 2017 deyman. Amerikaga kelgan vaqtida New Yorkda uchrashib shu yerda biz Amerikadagilar Dolqin Isa efendim undan keyin Rum shu xalq sotining bir sotchisi biz buni muzakkir qilgan. Shu vaqtdan tortib chunki bu qurultay uzun shu qirg'inchilik, milliy qirg'inchilik boshlangan tortib muzakkir qilib kelgan. Qanday qilib bu Xitoyni sotga ochish, bir xalqaro o'lchamlik bir Xitoyni sotlash, hukm chiqarish. Uzundan buyon bu bir izlanayotgan bir tema edi. Shuning uchun men o'zimni shaxsan men bu qarab izlandim. Undan keyin rais bilan va sabdoshlarimiz bilan birga muzakkir qildik. Xalqaro Haygdagi xalqaro sotininki Xitoy uning imzochisi bo'lmaganligi, buningga tatqin bo'lmaydiganligi, uningki BDTninki tekshirishiga bu bexatarligining bir a'zosi, 5 davlatning birisi bo'lgandan keyin bu yerda buni inkor qilish ehtimolininki Xitoyning bu aniqla. Shuning uchun bunda bir sharoitda har bir davlatninki, yana Uyg'urninki hozir uchrayotgan masalasini milliy qirg'inchilik deb bekitishi ko'pincha vaqtlarda ba'zilar yoki Xitoy o'zimi buni siyosiy bir o'yin deb buni burumlalaydi. Lekin bir xalqaro mutaxassislari yana xalqaro qonun shaklida chiqarilgan qarorni dunyoda hech kim buni inkor qilolmaydi. Chunki hozirgi dunyoninki sistemasi g'arb dunyosining bo'libmi Angliya qonun sistemasida qurilgan. Mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, mayli hattoki shu Haygdagi xalqaro jinoiy ishlar soti bo'lsin yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining davlatlarning orasidagi, masalan bu yer bir misolni ko'rsatib o'tishga to'g'ri ko'raman. Filippin bilan Xitoyninki Janubiy dengizda bir orolni talishi bor. Oxirsida Filippin buni xalqaro dengiz sotiga yo'lladi. Yo'llagandan keyin 4 yilning oldida xalqaro dengiz soti Filippinga bu orolning Filippinga qaraydiganligi Xitoyninki Janubiy dengizdagi chegarasi inovatsizligini e'lon qildi. Gerçi Xitoy bu sotni e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, hozirgi Amerika, Fransiya, Germaniya, Angliya qatnashayotgan Janubiy dengizdagi Amerikaninki paraxotlari, harbiy paraxotlari Xitoyning mening chegara degan yeriga bevosita kirishidagi asosiy xalqaro dengiz sotining shu hukmi. Chunki buni dunyo e'tirof qiladi. Xitoy e'tirof qilmayman degan bilan biladi, u xalqaro qonun. Xitoyninki hozirgacha elib berayotgan butun faoliyatlari xalqaro sahnasida shu qonunlar asosida. Shuning uchun Angliyadagi bu sotning qurilishi ham bu sotning bu 4 kunda ipag'an faoliyatlari, tekshirishlari garchi Xitoy masalan tunugin bir maqola e'lon qilib xalq gazetida bu sot bir o'yin dedi. Agar bu o'yin bo'lsa, Xitoy nima uchun xalq gazetida maqola e'lon qilib buni o'yin deb jakarlaydi? Demak, Xitoy biladi.
bu sotning chiqarilgan hukmi mayshinima bu milliy qirg'inchilik deb chiqarildi. O xalqaro qonun bo'yicha chiqarilgan. Abay Dolqin Isa efendim tanıştırıp ötkenga o'xshash bu sotning bosh sotchisi bo'lgan Jeffrey Nice efendim bo'lsa Yugoslaviya qirg'inchiligininki beshi bo'lgan. Yana Yugoslaviya biroq Yugoslaviya urush jinoyatchisi bo'lgan Slobodan Miloševićni shu odamni ayblab shuni sotga oxirgi jinoyat bilan bekitgan odam naq shu Jeffrey Nice. Bu adam xalqaro sotida ishlagan, xalqaro sotining mutaxassisi ham bu daqi Uyg'ur sotininki butun zastatullar bo'lsa, abay Dolqin Isa efendim tanıştırgandek milliy qirg'inchilik tadqiqot mutaxassislari, jamiyat arboblari, uningdan keyin bu sotdan boshnayoq savol so'rab, mana deganda cross exam deydi. Buni qilayotganlar hammasi xalqaro kishilik huquq, milliy qirg'inchilik, qonun shunoslar. Shuning uchun mayli Xitoy buni nima desin, nima deb inkor qilsin, ammo Xitoymi biladi, dunyomi biladi, bu sotninki oxirgi hukmi tarixga yoziladi. Dolqin Isa efendim abay eng muhim bir so'z bilan xulosaladi. Bu Xitoyga besilgan tamg'a. 49dan buyon mayli biz bo'layli, mayli Tibetlar bo'lsin, mayli Janubiy Mongol, Hong Kong, Tayvan hozir qo'shildi. Hech qaysi biz Uyg'urlardek Xitoyni sotga tortib xalqaroninki ko'z ostida jinoyatini birdan xalqaro qonun bo'yicha bunda yo'ritib bergan hech kim qilolmagan. Biz qildik. Shuning Xitoy qo'ngini qo'yolmay kunda bu bugunlar emas, tunugina emas, 4 kun bo'lgan emas. Bir oyning oldi bilan Dolqin Isa efendimga shaxsiy hujum qilishgan bo'lsa, keyinda butun sotga, sotchilarga, isbotchilarga hammasiga, hattoki Angliya, Yevropadan tortib Amerikaga hujum qilyapti. Buni ashular ish qilib o'rinlashtirgan sotda. Nima uchun degan vaqtida bu sotninki tarixdagi bu tamg'a Xitoy hukumatiga besildi. Bu Xitoyni cho'chitdi. Shuning uchun bu sot nihoyatda muhim. Biz Uyg'urlar uchun mana degan vaqtida bir tarixiy burilish. Shuning uchun shaxsan men qatnashamag'inimga nihoyatda afsuslandim. Kunda ko'rib turdim, taqityapman. Ammo shu yerda bo'lolmaganimga sabdoshlar bilan hammamiz birga shu yerda arziyatga tang bo'lolmaganligimdan afsuslandim. Chunki mening xizmatim u yerda uzun turib qelish, azroq 2 hafta, 3 hafta turishga to'g'ri keldi, ammo men xizmatdan unda oldin ola 3 haftadek so'rashni o'ylashmabdim, rost gapirishim. Shuning uchun men degan vaqtida bu Uyg'urlar uchun eng muhimi tarixiy yaqinqi natijada milliy qirg'inchilikka biz uchrayotgandan bugungi kelganda eng yuqori bir pallaga ochiqimiz. Shuning uchun bu bak muhim. Yana bir qitimga puxta tayyorlik qilib 9-oydagi ichilishiga texmo hammamiz berib shu yerda tang bo'lishga meningcha bu bir Uyg'urning majburiyati deyman. Biz so'z qiladigan vaqt shu sot. Xo'sh. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi haqiqatan deb o'tganimizdek endi shuncha yo'la tayyorlik jarayonida az bo'lmagan qiyinchiliklar, to'sqinliklarga uchragan bo'lishinglar chuqur menimcha. Chunki Ilshad Hasan efendim deb o'tdi. Bu shu bo'libmi lager shohidlari, shu qahramon hadis sonlarimiz chiqqandan keyin mayli Ömer Bekadi bo'lsin. Bu dunyo axborotiga berilgandan keyin jiddiy shaklda g'ulg'ula qo'zg'adi. Har qaysi nufuzli axborotlarda berildi. Bularning hammasi bu qatimqi sud kollegisida ajoyib ta'sirlik guvohligini bergan bo'ldi. Hamda butun so'ralgan savollarga Xitoy shu eng oxirgi shu 4-iyun echilishdan bir kun burungacha Beijingdami shu guvohchilarningki, shu jonliq shohidlarningki berayotgan guvohliklarni yolg'onga chiqarish uchun qilmagan rezillikni qildi hamda
neçe aylardan, yıllardan beri kılıvatıdan. Ataydan Beijing'e akıp akbarat ilan kılış yığınlarını uğurlaştırıp, yalgan mecburlap akegen Uygurlarını yalgandan güvallık belgizip biz rahat yaşavatımız digizip bulan. En ahırkı küngücü bunu kıldı. Ve bundan keyin maqıldı albatta. Siz muş echilip boğucu boğan arlıqta uçurgan qiyinchiliklar, tosqunliklar nima edi? Agar mumkin bo'lsa, qisqacha sizdan olgan bo'lsam To'lqin Isa efendim. Rahmet. Degandagidek endi bu çok bir vakiyatti. Onun için ki bizim bundan nasıl tecrübemiz mi yok? Çünkü bir insan bir bolasının oğlunun toyunu kıldırgan ya ki bir nezir çırak kıldırgan iş bir kança yaptılar, aylap nurgun stresine çıkırgan tayarlıklar kılış doğru kıldı. Hem de bu bir devletini sorakta tutkan, bir hükümetini sorakta tutkan bir mesele boğallığı için bu kadakta vay mayarı kem bokup kalsa bunun mesuliyetine ait eğer. Çünkü bir sotku erzik kalan deyken bunun çıkıdığan netince tekin bek mühimmendi. Bu ait mesuliyeti eğer boğan tarihi bir cevapkarlık. Bu başka bu mındağlam kıpakaylıya deydiğen mesele emez. Bu bir milletinin tekdiri münasebeti. Bu başka. Köp uyutta nayt qattiq irade bilen o'ttirga chiqishga to'g'ri keladi. Bu jarayonda nurg'unlagan besimlarga, qiyinchiliklarga duch kelganimizni bilatdik. Ama zürrütü, tımısak olmaydı. Bunun da dastlabki bunu başlagan vaqtimizda degandek tecrübemiz yok. Nurg'un qiyinchiliklar bor. Bunun münasebetlik dostlarımız, saptaşlarımız biz hakikaten bunu iltimasını qilib qo'yib rasmiy shaklda boshlangan vaqtida neçe haftalab uxlayolmagan vaqtlarimiz bo'ldi. Bunun çünkü bir uchi iqtisodda qoladi. Normalde bunda bir sot uchun 50 milyondan 100 milyon dollargacha, hatta milyar dollargacha pul qashlanadigan gapga. Bizde o imkoniyat hiç yok. Hiç imkan yok ama bu sot tamamen sotçular, bu işte kömür bergen advokatlar tamamen insanperverlik noktasını, insani kıymet karışını ön planda tutup durup hareket yapıp bağan bunda boğallık için ama onun birmince yana texniklik sebepleri, lojistik qiyinchiliklar boğaçka biz dastlabki bunun umum ve kıymetini bizge yollagan vaqtida 380 ming dollar etrafı 200 ming dollar degende bu endi bundaq bir çoğun sot üçün hiç emas ama biz üçün az pul emasdi. Bu hakikaten bizning aytib qiyin bir qildi buni qanday hal qilaymiz. Ama milletimizga ishondik. Çoğum bunu qilishimiz kerak, jon chikassim qilishimiz kerak degan bo'yicha harakatga o'tdik. Lekin oson narsa emasdi. Çünkü bizning millet WhatsApp'ta, toplarda quruq vatanperverlik şuar to'g'laydigan vatanperverlikdan ait amrak ama qo'lini yanchib qilgan inson pek az bo'ldigan gapkan. Bu mu bizlere qiyin ahvolda qo'ydi, lekin o'tirib chiqdik, insonlarimizni tunishtirdik. Çünkü bunu to'liq xalqimizga tushuntirish masalasida qiyinchilik. Çünkü bunun nima ahamiyati bor deydigan savollar qilgan gap. Bir tarafdan Xitoy har xil o'yinlarni o'ynaydigan gap. O'zimizning insonlarning ichidagi fikr ayriliqlarimi ba'zi vaqt kelgan chog'imizda bunday ish bo'lsa deb jim turib oladigan va qarshi turadigan harakatlar bo'lgan gapga shunga bu pulni oson emasdi, ammo harakat o'tdik. Bu bizdagi bir qiyinchilik. Ikkinchi, ya'ni uningdan muhim bo'lgan qiyinchilik paketlar bilan bo'lgan gap. Bu oslan bo'lgan ish emas. Paketlarga tayinish kerak, chunki sot paketlarga, haqiqatlarga tayinib turib qaror beradigan gap. Bu jihatdan qiyinchiliklarimiz bo'ldi. Kamplar yetib chiqqan qarindoshlarimiz Allah razı olsun. Bunun da xalqaro matbuotlarga bergan bayonotlari muhim rol o'ynagan ayrı uchrashishlarimiz bo'ldi. Bu chet elda en azında bilmeyimiz tüyücü garip dünyasının üzerinden Türkiye'nin koşan kısa bir 100 bin yakın kardeşimiz var. İş olmasa her birisinin 170-80% insanların aileleri şu kamplar, kamalgan yapılırken ama sosyal medyalarda bolsun cesaret kılıp oturuğa çıkıp hazır 2018'den başlangan bolsun olmuş bu balık bir işte bolsun ya 7 bin ya 10 binden aşmıydı. Ama 100 binden artık adam var ortası yazı kısak 1 milyondan artık insanımız sırtı yaşaydı. Bazıları bir mezgil dualık verip yukarı gitti Xitayning besim bilen. Şunun için bunda bir çoğun sotqa qa vaqtimizda Xitay her xil hücumdan. Çünkü bu hücumda keyinki bir ayda bu yan iş haftalardan başlandı. Adı şiddetli. Naq meydanga kelgan vaqtda qanchasi yenib oladi buningdi. Bu mu bizning endişki sağan bir meseledi. Bütün insanlarga biz chaqiriq e'lon qildik, sot mahkamasi o'zi chaqiriq e'lon qildi, guvohchilar guvohlik berildi.
Ama destek basqıçta nayt sus oldu. Bu bizden kaygıga saldı. Başlandı. Endi bunun biz paketlarni ta'minlab berishimiz kerak. Ojiz paketlar bilan biz kutgan natijaga erishgili bo'lmaydi. Bu mu bizden uykumuzda kaçırgan avallarının birisi oldu. Ama en ahırda biz insanların kaylı kıldık, kuvacıların kaylı kıldık. Bu meselenin mühimliğini, tarihi bir nesip olduğu hakkında kaylı kıltırıştık. Bunun için az bulmagan yapala ne közge doğru geldi. Anladığım bu materyalların köpü Uygurca. Bizden guvalık verdiğin halkara mütehassislerden başka özümüzün insanlarının net 100 insan, en azından 300'den artık insanın guvalığı elinde. Bir qancha ming insanın materyali taqdim qilindi, ama 300'den artık insandan şolar görüp 300'den artık insanın ne sot mahkemesining adamları birden anlap çıktı. Bularni yig'ish, bularni jasoratlantirish bu qiyin bir noktalardan birisi qildi. Ba'zilar ko'ngil xalab o'zlari qildi, ba'zi muhim biz qo'pib Muşu sotda çok mühim demiş adamın meselesi. Hep bizimiz bilgilerini kaylı kılıştırıştık. Anın deyken bulanın hemmisi avaz geylindiğen gap videoga çok pak şekilde saklandığın gap bunu İngilizce tercüme kılış gerek. Bir adamın hikayesini en azında 1 saat 1,5 saatlik bir videonu kağızga tökкен vaktimizde 15-20 bet oldu iken. 15-20 bet nesini tercüme kılış gerek İngilizce. Çünkü bizden o mütehassisler biz yardımcı kılığımız. Bunu puluk kızımızda kıplamayız bu nesne. Çünkü 300 adamın nimesinden her birisi 15 bet hesaplasak bu işin üzerinde neçimin bet nesi olan gibi. Neçimin bir bet nesini hızat bilen tercüme kılığımız desek o ayrı bir mesele. Ondacık pulumuz mu yok? Anındaki bu meselenin ziyalılarımızın seferber kılıcı doğru geldi. Bu meselede hakikaten Amerika'da, Avrupa'da, Avustralya'da ki ziyalılarımız, İngilizce bilgen ziyalılarımız, onun için kanunla atalgılar bu. Ondan bir hikayeyle gelmez. Bunun hepsi şu ölçemgiler tercüme kılınış gerek. Bu tercüme kılınıp boğan deyken bunu tekrar o guvalık vergen insanların hepsi evet iş baskıcı var. Ular bunu körep çıkıp kan ki benim magipip çufkaptı o diyen ki onun baştan yana söz doğru geldi. Ular çünkü resmin görüp çıkıp hakikaten benim belgen bayanatım doğruken de imza etişik doğru geldi. Bu jarayanda bizning Norvegiyadagi Uyg'ur adolat arxivlaridagi qarindoshlarimiz ko'p xizmat qildi. Qilib mushunga o'xshaydigan bu sud boshlanish bo'lgan jarayonning o'zida mushu tayyorlik xizmatlari endi bu ishni uch qashqari guvoch berganlarni madem guvoch beradigan bo'lib deb digil olmaydi. Nurg'un ishlar yangi ichida elib berilishi to'g'ri keldi. Chunki uni Xitoy bilsa har xil usullar bilan insonlarga hujum qilib besim qilgandagi yenib olishi mumkin, u hujjatlar bo'lmasligi mumkin. Müştah valla. Bular bizim beşimiz kelgan en çok qiyinchiliklardan bo'ldi. Ya bundan başka sot başlangıç az qolgan vaqtida asli bu sot 5 ayının 17'si plan qilingan. 11'den 16'sı. Bu virus Xitoy virusi sebebinden emniye bağlansı 4. aylarda yaxshi bo'ladi dedik. Keyin Angliya hükümeti 5. ayının 17'si yeni bu şu virus sebebinden Angliya kirib chiqish meselesinde yeni belgelerinin chiqadiganligini qilganligi uchun bu sotni yani ish yaptı. Sürüşki doğru geldi. 6. ayının 4'den 7'si de bular. Onun kararını biz beğendik. Şular Anglia'nın vaziyetlerine karab karar belli. Onun gibi bazı güvaçlarının hepsi yetişmeye kaldı. Yetişmeye kaldı. Çünkü bunların hepsi halisane, kömüllük şekilde ilgilenen hizmetler o başka bir insanın mannem için mahkumsuz tutulmayızdan da kapılmayımız yalvarımız yok. Maaşını tutulurken bolsunuz. Vay hanım, vay efendim. Bu işin bir yardım kılan bolsun. Değişik doğru geldiğin gap. Eğer pulumuz cık olsa tecrübe şirketleri verip bana tercüme pul desek bu ayrı bir mesele. Bu tamamen köngülden, kalpten çıkan az insanlar hizmet kılıyor bunun. Yani net hizmetlersini az diyenimiz ben 15-20 adamın seferber oldu ama bunun birkaç yüz adam seferber bu vaktimizde rahat yaparalaydıgan hizmet. Onda adamlarımız bomba dedi bizden hem de. Bu doğruluk seferberliklerini kıldık. Ama ahırdan deyken bu sotun vakti belgelenip kılgandan keyin bu guvaçların bir ekiliş meselesi var. Ekiliş meselesi var. Kılgandaki bu Angliya vize alıyorlar. Kılgan bulupmuş kampılar diye çıkanların pasport yok. Mesela Amerika'nın 4 kardeşimiz kilenmedi bir yere. Çünkü pasportu olmadan o vize Angliya vize belgen taktığında çıkamaydı gap. Avrupa'daki kamp şahitlerimizdeki ceza lager şahitlerimizden seyahat pasportumuz var, resmi pasport yok. Bunlar Angliya vize alıyorlar gap. Onun için Angliyaga gelse bu bağımsız yeni virüsün yeni şekli çıkıp takılıp gitti. En azından
bir haftadan 10 kungacha karantin qoidalari chiqqan bo'lg'achqa bu bizning beshimizni qaydigan eng mas'ul nimalar bo'ldi. Ularga viza olishimiz kerak. Viza olish uchun ularning jadvallarini to'ldirish kerak. U Angliyaning vizasini hozir bir 2 oy vaqt ketadigan gap. Chunki sud mahkamasiga biz vaqtida materiallarni to'liq tarjimani yetkazib berib bo'lishda qiyinchilik bo'lganligi uchun ular chaqiradigan odamlarni bekitishda qiyinchilik bo'ldi. Vaqtida bo'lmadi. Bunun için en ahirki bir iş yaptık ağacı hatta akılıp bu elçihallığı 24 saat bu Angliyanınki taşkışlar işkişler nemesi bilen o sot mahkemesi alakalıp kolaylıklarını sakıldı. Bulmaydı. Hatta Gülbahar Celalova'nın kulda tekerleki seyahat pasportunu bir varak ek kağıt vardı. Şu neslige Angliya nemesi vize verdi ve şunun ile kirip çıktı. Anındaki miyek egendeki yani Fransa'ya kayıt vize aldık ve ayrı bir seyahat nemesi Fransa'ya elçihanısında. Muşlarının hemisinde hem de Fransa'daki hizmetçilerimiz dünya politiğinin adamları Fransa hükümeti bilen çünkü normal bir vakıra kağızdan çıkarızmaydı. Ama aşağının hemisi tükendiğinden ular bundan kolaylık sakıldı. Muşunda kıyınçılıklar duş geldik. En ahırda bu asasiyetin Avrupa'dan Türkiye'den bazı kuvvetçiler kiletti. Okşaş kıyınçılık Türkiye'den buldu mesela. Biz bir hafta burun geldik. Kamp şahitlerinin hemisi bir hafta burun gelip 6 gün iş konuda bek çinken bir yerden geliyordu. Bek çinken. Adamlar kilitken, yoklaydıken, uydu, bağımı sen yoklar, telefon açıdıken, günde 10-20 minut interviewlarını kıldı, aşağı kılıp, muştan okşaydıgan kıyınçılıklara duş geldik. Hem onundan başka Xitay'nın hücumu ayrı bir kıyınçılık oldu. Çünkü az kalan vaktimizde Xitay bana hücum kıldı, kurultay hatta kurulmuş sot mahkemesi hücum kıldı. Biz onu göz aldığımızda algan. Ama kamp şahitlerimizle Guvaçop kildiğallarga ayrı Xitay bir xatarlık telefon açıp biz seni ekileleyimiz. Çünkü bunlar kamplar yetip Xitayning zulmini ko'rgandan psikologik natijada nayt egir besim hozirgacha tugab ketmadi bularnikida. Tugab ketmadi. İnsan bo'lgandan keyin urug' tuqqanlar emas bo'lgandan keyin bular Xitoy ashu nuqtalarini tutib sen basang biz seni Yevropada ekilalaymiz, urug' tuqqanlaringni o'ylab qo'ygin. Sen eğer basang seni unda jazolaymiz, bunda qilalaymiz, hayotingni qilamiz degandagidek tahdid telefonlar kelganga. Buni demedik biz endi. Voy hech qanday qilmang deb ularni jasoratlantirish to'g'ri keldi. Tuyuksuz en ahir bakış kelgen çağda insan bu mesele kelgen çağda Xitayning besimiga taqabul turamay her xil nimalar bilan so'g'ich yilgan ishlar bo'lib qilishi mumkin. Ama Xitoy bir tarafdan bu hujumlarni qildi. Ama Allah razı olsun buni mahkamaga qatnashishga guvohlik berishga qoyil bo'lganlarimiz qilaning hammasi cho'ng bir g'ayrat bilan, jasorat bilan vijdoniy majburiyatni ado qilib keldi. Uning chekinmadi. Bunundan başka kıyınçılık hem de az kalan vaktimizde özümüzün eşideki, chet eldeki özümüzde inkılapçı, faaliyetçi, diyali diyen insanların ki hücumu bu biraz tekniğinin boğan tuttu. Hem de Xitay bir taraftan her türlü şekilde besinlerini kıldı. Yani bir taraftan bazı insanlar udul hücum kılmadan bozma gayri şekilde torbetlere çıkış arkalık, canlı yayınlara çıkış arkalık bu sotqa, bu sotlarni tashkilotchilarga har xil shaklda hujumni qilish orqali biz psixologik bir besim aslida bu nima sug'uchidan chiqishga uringan avallam bo'ldi. Demak, hujum qiyinchilik mayli moddiy paket to'plash jihatdan bo'lsin, buning normal shaklda o'rlash uchun bo'lsin, qiyinchilik. Bundan boshqa hatto Xitoy hukumati sotkilar keyin anladik qilib bir qancha ming kishilik nani o'rlashtirgan sot mahkamasining oldi. Muşta tayyorliklardan bo'lgan ekan. Bunda bir nimaga shuning uchun biz sot başlandi degan kungacha bu orliqimizda haqiqatan butun uxlamadik biz. Uxlamadik chunki nim qanday bo'lib ketadi. Ama undan keyin bexatarlik masalalar bor, bu odamlarning bexatarlik masalalari bor kelgandan chunki Xitoy rasmiy Türkçe childirdi deymiz, Uyg'urcha nima deymiz, sarang bo'lgan bir vaziyatda. Bu diplomatik qurol, hamma to'nimaydigan her xil rezilliklarni, her xil suiqasdlarni qildigan bir vaziyatdagidek ta'sirot yaratdi Xitoy har yer. Demak, mushlarning hammasini atiki sotda qanday boshlanadi deb taradduddan qildik. Ama degandagidek bütün tayyorliklar naytin mukammal yaxshi tiklangan bo'lganligi uchun sot nayti yaxshi boshlandi. Sot rasmiy boshlanib, nima kelgandan keyin uni deb bizning biraz psikologiyamiz erik kelgan bo'ldi. Demak, shunga o'xshash bir qator qiyinchiliklar. Ko'p rahmat. Nayt tafsili tushuntirib berdingiz albatta. Mesela ben Dolqun İsa efendimninkiga bir nuqtani qo'shib o'tsam. Xo'sh.
Dolqun İsa efendim bu kıyınçılıklarını dedi. Bir yerdeki kıyınçılıklarının en çoğu Dolqun İsa efendim abi degende dep ötüp ketdi. Bu tarixda birinci qitim Xitoyda BDT'nin 5'ning 1 bo'lgan, dunyoda o'zini hozir Amerikaga shiltin atalayman degan bir cho'ng davlatni sotga tortish. Bu birinchisi. Xo'sh. Sovetnimi o'z vaqtida mayli Sovetning ishg'oliyatidagi jiq millatlar hammasi qirg'inchilik uchirdi, hammamiz bilamiz hozir. Shu vaqtidami hech qanday birisi Sovetnimi sot tortolmagan. Ammo Uyg'urlar Xitoy hukumatini yana hozirgi eng kuchlandik degan vaqtida sotga tortdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu qiyinchiliklarni yengillashdagi eng muhim omilning birisi Dunyo Uyg'ur qurultayininki xalqarodagi inovatining tiklanganligi. Bo'libmi 2017dan boshlab ib borgan faoliyatlarninki rostchil, qoyil qilarlik, naiti g'arb dunyosi qabul qiladigan shularning sistemasiga moslashib manganligimiz uchun mana degan vaqtida Dunyo Uyg'ur qurultayi Dolqun İsa efendimning rahbarligida xalqarani qoyil qilib qo'yganligi uchun mayli Angliyadagi mushuning mas'ul bo'lgan Jeffrey Nice efendim bo'lsin, bu sotninki advokatlari bo'lsin yoki shu abay degandek Jelilovaga viz berdigan vaqtida Angliya, Fransiya mushuning hammasininki moslashish ma'quldi. Shuningga qiyinchiliklarni yengishga eng muhim narsa hattoki shoidlarning Dunyo Uyg'ur qurultayiga bo'lgan ishonchisi bo'lganligidir. Bu qiyinchiliklarning hammasini yengib o'tdi. Men bu shuni qo'shib qo'yganman. Rahmat. Ko'p rahmat. Albatta bu sotning ro'yobga chiqishi uchun ajr singdirgan barliq mayli qilchilik ajri kirgan bo'lsin, singdirgan har bir qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Men ham o'shada sot kollegiyasi haqida gap chiqib qoldi. Shu vaqt kelgan ekan buni o'shada so'rab olsam. Shu sot kollegiyasidagi shu sahnada o'tirgan xodimlar, kishilar kimlardi, qaysi organlardan odam bordi, bu haqida bir ma'lumot olgan bo'lsam. Dolqun İsa efendim, siz javob bersangiz bunga. Ya bu sot kollegiyasida sotninki 9 hakim o'tadi endi. Buningki reyti. Bu hakim deganingiz hammasi burun sotchi bo'lganlar ya'ni. Yo'q, ba'zilari hakim, sotchi bo'lganlar, ba'zilari xalqaro qonunlar bo'yicha huquqninki professorlari, universitet professorlari. Ba'zilari huquq professorlari emas, chunki bu bir so'yqirim degan masalani bo'ldimi, bo'lmadi degan so'roqlar uchun shu kasbning ahlilari bo'lgan insonlar. Masalan, ba'zilari insonshunos professorlar. İnsanshunos, ba'zilari tibbiy sohalardagi xalqaro qonun bilan tibbiy sohalardagi mutaxassislar. Masalan, uni shuning ahlilari biladigan gap, tibbiy sohalardagi professorlar. Yana ba'zilari madaniyat, diniy e'tiqod sohasi bo'yicha xalqaro qonunlarni bog'lagan mutaxassislar. Ya'ni bu yerdagi 9 mutaxassisning hammasining oxir ko'rinishi va tadqiqot alanı, uzmanlik alanı bir-biriga o'xshamaydigan insonlar bular. Insonlar. Shuningga ular diqqat qilsak, sotda ularning so'ragan savollari, o'tirib qo'ygan narsari o'zini, ya'ni normaldan uni undaq o'tirib qo'yayotgan narsami? Chunki eng kichik narsari, eng biz o'ylab baxmagan. Ya'ni men o'ylab baxmagan. Bunchivala ingichka savol so'raydigan. Chunki men bu kunda xalqaro so'rovlarga chiqib so'zlaymiz, muzokara qilamiz. Ama sotning suri, insonlarning nimasi, xuddi men sotga chiqish uchun nimasidan saqlab turadigan gapga chiqishcha xala jiddiylashduk degan kalladagi gapda nima qilib amag'ida 3-yil bo'lishdan sotda dadam opamning akalarimning resimlari chiqqan, shunimi ko'rsatdim, unutib chiqamdi. Chunki ularning savollari nimasi xala jiddiylashdi deyadi. Demak, bu mutaxassislar o'xshash bo'lmagan sohalardagi ve dünyada qabul qilingan mutaxassislar, bu Angliyadan kelganlar va Norvegiyadan kelganlar va Yevropaning boshqa davlatlaridan kelgan mush masalada qilgan insonlar, ammo bularning hammasi deganlikdek haqiqatan insoniyatga xizmat qilishning o'zini bir milliy emas, vijdoniy majburiyat deb bilgan, axloqiy majburiyat deb bilgan insonlar, bularning hammasi baqaq ishlagan insonlar. Bir yilga yaqin vaqtning ichida
Bütün toplagan nimelerinin yüzünü körep çıkan. Bulağı biz bir bunçan pulun veremeyim. Ulağının kısak bu müşahedem şu neslini dep ötey. Bana yaman yanı bu sotda tesir kılan neslerinin birisi. Bu insanlar dikkat kısanlık günde bu sot birinci gün 11 saat oldu. Onun dinkin 9,5 saat 10 saat oldu. Gün 10 saat. Hakikaten uzun oldu hakikaten. Hakikaten uzun oldu. Onun dinkin bu öyle ki bizler ne çıkıtım çay işkil çıkımız nimi kıldığımız bu insanlar şöyle 10 saat 4 gün hep dahil önümüze oturup bütün en inişki neslergece kıldı demek bizgi tesir kılan nese bula bir sınıf bunun dedi hak almaydı fakat dünyada bir adaletin saklanışı gerek. İnsanların hak özgür yaşaş zürriyeti bağlılığını Xitoydagi bir diktator hakimiyetinin 21. asrda soykırım, irqiy qirg'inchilik ep bağlılığı, chidamaganligini bunu bir insani mecburiyette bilgen insanlar. Çünkü dünyada mütehassisler köp, alimler köp. Ama hemmisi o mesuliyetini, o nimini %100 kılmasa, o neçe aylık vaktini çıkarıp, onun için güç sarf kılıp, onunla bizden Angliyada turup şembe günüsü 2 saat 4 saat vaktini çıkarıp bir şey kelenmegen qarindoshlarimiz var ya, qarindoshlarimiz var. Şununla bular hem de gap biraz sualının bitip kaldı. Bular o'xshash bo'lgan nega sergüleştiğe uzmanlık alanları, mütehassislik dairleri o'xshash bo'lmagan, her soyadan bo'lgan ama dünyada nayet küçük ta'sirga qabul qilingan mutaxassislardan so'tchilar, advokatlar var bunun içinde. Hakimler var, soççular var, profesörler var, doktorlar var. Aşağıya okşaş. İşte insanların teşkil ettiği. Köp rahmet. Hakikaten diginizdek yani soralgan suallarning vazni bo'lsin. Har bir javobga ko'ra nihoyatda bir-biridan go'zal savollar so'radi. Afsuski shuncha umid qilib ketdim aslida naq maydondan. Lekin Uyg'urcha gap qilganlarni o tarjima qildi. İngilizce guvohlik bergan degandeklarni bütün xalqimizga naq maydondan ovozli tarjima qilib tarqatilgan bo'lsa kashkilab. Lekin bu keyin balkim qila haqiqatan uzun davom qildimiz 10 saat, 9 saat va undan ortiq degandek. Güzel o'tkazildi. Ko'p rahmat. Endi shu İlşad Hasan efendimiz, siz hamda qurultayninki shu Xitoy ishlari mudiri bo'lib vazifa o'tayotsangiz hozir. Bu sot kollegiyasininki shu jarayon, 4 kun jarayonida Xitoylar arasida qandaq nimalar deyildi, qanday inkas bildirdi Xitoylar buningga. Eng az vaqtida shu demokrat erkin dunyoda yashayotgan Xitoylar arasida bo'lsa-mu, tirnoq ichidamdi demokratlar. Bular arasida qanday bir inkaslar bo'ldi? Siz nimani ko'zatdingiz bu Xitoylarga nisbatan? Bo'ldi. Rahmat. Xitoy hukumati mana degan vaqtida bir oy bo'ldi. Abay To'lqin Iso afandim deganga o'xshash. Xo'sh. Saram bo'ldi. Yana Xitoy o'zininki bir so'zi bor. Abay boshlanishni oldida deb o'tdi. Xitoyda ruzo jinjan deydi. Bu degan gap mix kigizda o'tagandek deydi. Mix kigizda hech kim o'tirolmaydi, qo'lni qo'yolmaydi. Sakrab mangdi o kigizning ustida. Xitoy naq shunda bo'ldi. Uyg'urchada hamda bizning maqol tamsilimizda put ko'ygan to'qo deymiz. Put ko'ygan to'qo hammaga tepirlaydi. Xitoy hukumati naq shu put ko'ygan to'qo bo'ldi. Hammaga vaqiravotdi, hammaga haqorat qilyotdi, tahdid qilyotdi. Qurultayninki rahbarlari To'lqin Iso afandimga shaxsiy haqoratmi qildi, tahdidmi qildi, shohidlarga tahdid qildi, haqorat qildi. Maqsad nima deganda bu sotni buzish. Har xil usullar bilan sotni buzalgan bo'lsa, buzmoqchi bo'ldi. Niyati buzishdi, lekin buzolmadi. Endi xalqarada yana Xitoy chegarasining sirtidagi Xitoy mayli atalmish demokratlar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, bularningki pozitsiyasi degan vaqtida Ozistondagi 10 qo'limiz bilan barmoq bilan sanig'ini bo'ladigan Xitoy ziyolilari bu sotni kuzatdi va sotning jarayonlarini bo'libmi tunugunki oxirgi kunida yana bir Xitoy saqchininki isbot berishi bilan bu Xitoylarni bir turkum ziyolilarini hayron qoldirdi, qoyil qildi.
Xitaylar har xil taraflarda bu jarayonni anglatdi, tarqatdi. Endi asosiy kuchi bo'lgan yana Xitoy demokratlari deb kelgan mushu 9'daki 4 iyul Xitoy qirg'inchiligi yana Tiananmen qirg'inchiligidagi bu turkumdagi Xitoy ziyolilari bo'lsa asosan sukutda. Hozirdagilar xuddi Xitoy hukumatiga o'xshash put qo'ygan to'qodek har xil usullar bilan albatta ular Xitoy hukumati bilan o'xshash ovozda bo'lmaydi, ammo o'zgartirilgan yana samanning ostidan suv mang'izroq usullar bilan bu qirg'inchilikni bu sotninki kuchi yo'q u bu deb buni tuvan ko'rsatishga qimmatsiz ko'rsatishga uringan Xitoy ziyolilari chet eldimi xeyli bo'ldi. Shuningga endi shaxsiy men har yili Xitoyning mushu 4 iyul masalasi to'g'riliq bir apachi maqola yozib bir nimalar qilib Xitoy ziyolilari bilan bir xil nima deymiz almashtirish fikr almashtirishni bo'lib kelgan bir yil masalan taklif qilganigimi men dedim men qatnashmayman dedim. Biz Uyg'urning mushta bir soti bo'lyapti-da, qani sizlardan bir parcha bayonot bo'ldimi bo'lmadi. Shuning uchun men nima uchun berib men u sizlar bilan birga turaman. Bizda bo'lgan qirg'inchilik hozir bo'lyapti-da. Dedim endi shaxsan men shunda nima qildim? Hech nima yozmadim, o'zi ham bilmadim. Nima degan vaqtida Xitoy la bir necha yilning oldida bizni Xitoylar bilan yoki Tibetlarga o'xshash faqat Xitoy demokratiya bo'lgandan keyin bir fursat keladi, u vaqtda bizning gapimiz yana rasuldi degan bo'lsa 2017dan keyin Uyg'ur masalasining dunyo tartibiga kirishiga ergishib Amerikaninki, Yevropaninki bultodan boshlab bu masalani texmo kun tartibiga kirgizilgandan keyin Xitoy demokratlari buningdan bir xil andish kirdi. Bu andish nima degan vaqtida qurultaydek bir tashkilotning bunda kuchlanib, bunda inovatga erishib, oxirsi Uyg'ur masalasiga bir vakil bo'lib, xalqaro siyosatdan foydalanib, shu siyosatlarni agishib, ham xalqaro qonun bilan oxirsida Uyg'ur masalasini bir mustaqil hal qilishiga Xitoy hozir ko'z yetdi. Hukumati va chet eldagi Xitoy ziyolilari. Shuning uchun bular bu sotqimi ham bu sotninki kaynida turgan qurultay va boshqalarga hammasiga Xitoyga o'xshash uch oshkora haqorat qilib, uni tuvan ko'rsatishga urinmagan bo'lsa-mu, ammo samanning ostidan suv mang'izib, bu sotning oldini olish, to'sash, buni to'xtatish yoki boshini bo'lgandan keyin, masalan, tunugun bir Xitoy, shu Xitoyningki bergan isbotiga qarata Xitoyning bir advokat degan bir ziyolisi bor. Shu bir parcha maqola yozdi qisqa. Demak, bu Xitoy panohlik tilgisi ekan, Uyg'urni ko'tarib chiqib panohlik tilmoqchiga bu dedi. Demakchi u nima degan vaqtida bu faqat yolg'on deydi. Bu abay Dolqin Iso apandim sot kollegiyasini tushundigan vaqtida aytgandek, bu sotninki xodimlari, masalan, shu savol so'raganlar. Bular hammasi advokat. Nima uchun bunda inchik savol so'raydi deganda, bular oxirsidagi hukmni chiqargan vaqtida har qanday bir uchinchi tarafning adimi kelib, shu dalil isbotlarni tekshirgan vaqtida shularning tasdig'idan o'talishiga ko'z yetish kerak. Nima uchun bu yerda doktorlar va tibbiy shunoslar va yoki jamiyat shunoslar bor degan vaqtida bular shu isbot berganlarning psixikasini, shularning ko'rsatgan doktor isbotlarini, masalan, ba'zilar bosqinchilik qildi. Shularning isbotlarini hammasini a'lo ko'rib chiqib, hatto tibbiy jihatdan buning asosi borligini ko'rsatdi. Shuning uchun bunda bir yakun xalqarada putrab turalaydi, xalqaro asosiga chiqarildi. Shuningga Xitoy umum jihatdan elib aytgan vaqtida Xitoy ishchiligi hukumat va sirtdagi bir turkum mushu demokratlarni chidamadi. Hatto uch qashqari chiqib buni to'sashga urindi. Ammo biz muvaffaqiyat bo'ldik hamda
yani mayli az olsunmu bir türküm Xitoy ziyolileri yana bu sotninki muhimligini hattoki Xitoylarga Tayvan, Hong Kong hammasiga ulgu bo'la oladiganligini buni ko'rsatdi. Masalan bir Xitoy ziyolisi yezib hozirgacha hech kim qilolmagan Xitoy kommunistni sotga tortolmaganni Uyg'urlar qildi. Demokrat Xitoylar 32 yilning o'zi bunchalik ishni qilolmadi, ulardan kuchli deydi Uyg'urlarni. Ama hech kim qilolmagan, yig'in etishdan boshqa, chiqib so'z qilishdan boshqa hech kim qilolmadi, ama Uyg'urlar qila oldi. Bu demak bizning natijamiz nihoyat zo'r. Shuningga yakunlab aytgan vaqtida Xitoyning zo'r bir turkumlari qo'ngni qo'yamadi. Tutkirgan to'qo degan eng yaxshi ifoda. Xo'sh. Rahmat. Hakikaten yaxshi ifodalab berdingiz, Ilshad Hasan afandim. Shu savollarimning ichidan batım shu sotda guvohlik bergan Xitoy saqchininki guvohlikqa qanday qaraysiz? Xitoylar orasida qanday bir inkas paydo qildi bu narsada? Nayte onun cevabını berayotgan bo'ldingiz. Endi mushuncha vala oldida ko'z oldida endi atalmish shu tirnoq ichida men demokrat, Xitoy kommunist hakimiyeti andaq qilib ketyapti, mandaq qilib ketyapti, Xitoy xalqi gunohsiz deb shu g'arb davlatlarida erkin yashab yurayotgan, shuni nenneyotgan yillardan buyon hatto shu yerda tug'ilib cho'ng'ogandek Xitoylarmi hali ham Uyg'urlarga Çin yürükedin resmi bir normal bir insanlık noktasından qarab bulanmadı Xitoy. Siz hem de özünüz mü dep ötkendek hem Qurultayninki Xitoy işleri müdürlük vazifasini o'tayapsiz. Xitoylarning nurg'un programmalarga shu yerda qatnashib so'z qilasiz, da'volarimizni anlatasiz, masalamizni anlatib kelyapsiz yillardan buyon. Va eng oxirida aytilgan shu Xitoy Uyg'ur uchrashishida jiq g'ulg'ula paydo bo'ldi albatta. U to'g'riliq bir suhbatni qildik televizorimizda. Siz hem de bu işin işçide durgan bir şahs bu süptünüz bilen hem de şu hazırki cevabınızı göre bu sual kallamda zihnimde hazır payda oldu. Bu şu Xitoylarninki demokratlardan mı bizning da'vorimizga Sharq Turkiston da'vosiga asla yaqindan yiroqdan foyda kelmaydiganligini hali ham tunib yetmadik biz yani. Shuncha vala davatgan, shuncha vala dalillarning oldida turibmi yana hissashlik qilinmasa, yana bir ikki og'iz haq so'zni so'zlayolmagan Xitoylardan qanday sizga umid qilib ularga yana dardimizni anlatamiz deb urinimiz masalan biz. Siz qanday bir narsani o'yladingiz shu vaqtda? Bu yerda bizning raisimiz bor. Dunyo Uyg'ur qurultayi meningki Xitoy ishlar mudir bo'lishimga Dolqin Aysa afandim ching turib tavsiya qilib buni sizdan boshqa ham qilolmaydi deb shu fikr bilan oldim. Mening tushanchamda Dolqin Aysa afandim qurultay ovozingiz kelyapti. Xitoyga ilki nima qilish emas. Kamera yo'qolib ketdi. Kamerani ityaptingizmi? Ha, bo'ldi. Xitoyga da'voyimizni yoki dardimizni anglatish emas, bizningki Xitoy bo'lgan bu munosabat maqsad Xitoyga bizning haq huquqimizningki borlig'ini, buning tarixiy isbotlarini tushuntirish uchun Xitoy bilan bu kelish berishni davomlashtiryapmiz. Menimcha buni yana davomlashtirishimiz kerak. Bu yerda biz Xitoyni tushunmaganligimiz emas. Xitoydan ham xiyol bilan Xitoydan umid kutganimiz emas. Masalan siz abay ilki yig'inni dedingiz, unaga men kechikib qolganligimdan qatnashaman. Masalan Wei Jingsheng bilan Wei Jingsheng bizga hujum qilgan. Bir necha yilning oldida bir yig'in o'tkazilgan vaqtida men qurultayning tavsiyasi bilan Wei Jingsheng qatnashdim bildim. Shu yerda Wei Jingsheng menga degan edi, masalan bir parangda deyishib, kelgusida Xitoy demokratiya bo'lgandan keyin biz bu Uyg'urlarning, Tibetlarning mustaqillik ishini shu vaqtga kelgan vaqtida maslahatlashimiz, deyishimiz degan vaqtida men qurultayga vakolatan Wei Jingshengga shu vaqtda deganim o mustaqillikni bir odam bilan maslahatlashib oladigan narsa emas Wei Jingsheng afandim. Shu vaqtga kelgan vaqtida mustaqillikni biz qonunga isilib turib, bersa, bermasa
muşatımız dep durup seninden alımız dedim. Şu cevabını dep bulup ben Dolkun İsa Efendim'e keyinde manda buldu edip şığından ki cereyan ne dedim. Dolkun İsa Efendim yaxşı cevap veripsiz Elşad. Aşında inik buluşumuz gerek degen. Şunun için manda diye vaxtıda bu yerde biz Xitayga derdimizni anlatışamaz. Xitayga derdimizni anlatmaymiz. Derdimiz ne? Biz halkara anlatımız. Xitayga bizning anlatmoqchi bo'lgan prinsipimiz, bizning haqqimiz. Mustaqil bo'lish bizning haqqimiz. Sen Xitoylar bizning vatanimizga ishg'ol etchi. Ma'ni tushanda biz shuni tushuntiryapmiz. Tushuntirishimiz kerak, tushuntirishimiz lozim. Nima uchun degan vaqtida o qoniga esilib turib mustaqillikni elishlar emas, shu elish jarayonida bu yerda Xitoy mayli biz mustaqil bo'lgandan keyin bo'lsin, agar biz kutgandek Xitoy bo'lsa 10 ga 8 ga 9 ga 10 ga parchanib ketsa, vaqtda biz xotirjam bo'lamiz. Bu yerda bir reallik bor. U bo'lsa biz mustaqil bo'lgan vaqtida Xitoy yana bir davlat bo'lishi kerak bu yerda. O Xitoy davlati balkim kichik bo'lishi kerak, kichik bo'lsa andishimiz yo'q. Kichik bo'lmasa, cho'ng bir davlat bo'lsa biz Sharq Turkistonni ko'chirib akitolmaymiz. Ular biz bilan qo'shni bo'ldi. Shuning uchun bularga bizning haq huquqimizni, mustaqilligimizni, haqligini tushuntirish orqali bularningki shu mustaqillikqa biz qon kechib olgan vaqtimizda shuningga hurmat qilib, xalqaro qonun bo'yicha o'zining ishini qiladigan, bizning ishimizga kelgusida tahdid bo'lmaydigan, yana hozirgi O'rta Osiyodagi davlatlarga erkin kirib chiqayotganga o'xshash, unda bizning vatanimizga kirolmaydigan ma'loni tushuntirish uchun, bunda ishlarning oldini olish uchun hamda hozir mana degan vaqtida Xitoy kommunistlari bir dunyodagi Amerikadan qolsa ikkinchi cho'ng kuch, buni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Bunda bir sharoitda Xitoy mushu hokimiyatni oldirmaydigan har qanday kuch bilan bir qadam mang'alasa, bilmingib, meningki Xitoylarga da'vat qilib, masalan, o'zimning ishlatgan tamsilim Xitoy hokimiyati bir tam bo'lsa, bu tamni o'rishga, mayli ichidan qo'layotgan bo'lsa-dan, teshidan ishtirayotgan odam bo'lsa, biz shularning yeniga berib, bu tamni o'rishga bizmi kuch chiqarishimiz kerak. Mayli u tamni biz bilan tang ishtirayotgan odam maqsadi qayoqqa menishi qat'iy nazar. Oldi bilan tamni o'rib etaylik. O'rib o'tgandan keyin mang'alsak mangimiz, mang'amasak xo'sh hamda men o'zimning yo'liga deb tamni o'rib o'tgandan keyin ichga kirib o'zimizning yo'lini tanlaymiz. Ammo hozirlar hammamiz tamni ishtiryapmiz. Birisi ma'bulungdan ishlatsak, yana birimiz abulungdan ishlatsak, balkim u tamni o'rishga vaqt ketadi, jiq sarf kuch qilish kerak bo'ladi. Agar birga o'ralsak, bir mazgil o'rish kerak. Shuning uchun bizningki, mening shaxsan ham mening tushunganimdagi qurultoy, men ishinaman, men Dolqin Isa Efendim bilan ham sabdosh, hem mening rahbarim, hem do'stim, jiq paranglashimiz. Men ishimni Dolqin Isa Efendimninki ko'ngli men bilan o'xshash, shuningga meni Xitoy islom mudirligiga tayinladi. Mushun siz qilyapman deb ishonganligidan. Bu demaklik mening tushuncham bilan qurultoyning tushunchasi, yana qurultoyning rais bo'lgan odamning tushunchasi o'xshash. Bu yerda biz Xitoyga hal etish emas, singlimni tutib ketdi, opamni o'ltiryapti. Bu emas. Sen ishg'ol etding. Biz ma'ni tushuntirish. Shuning uchun bu yerda Xitoydan umid kutganlik emas, Xitoy bizga mustaqillikni qo'l tutib, xo'sh, demokratiya bo'ldi, sizlar mustaqil bo'linglar deb bizga beramiki, uningga bizning kallimiz xeyli bizga aql o'rgatmaydiganlardan yaxshi tushunamiz buni. Xo'sh. Mustaqillik, erkinlik qonun bilan keladi. Hargiz suhbat bilan yoki bir nima suhbatmi? Kuching bor vaqtida suhbatda tang o'tira olaysan. Kuching bo'lmasa, suhbat ustalga o'tirish salohiyating bo'lmaydi. Xo'sh. Bu naydi aniq bir narsa bo'lishi kerak. Rahmat. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Endi sud masalasiga qaytib kelsak, temachilik Alloh uchun kirib qoldik. Uyg'ur sudi albatta shu boshlangan kundan to'g'riliq men bir narsa ilova qilib o'tay. Xo'sh. Uygun ko'rsa. Marhamat. Bu narsaga men fikr bilan ishlimi zarurmi topmadim. Bularni endi ma zurriyat bo'lib qolgan ejilgan chaqda bir narsani ilova qilib qo'yay. Bu Xitoy demokratlari bilan bo'lgan to'y yig'indan keyin bizga ayt qattiq hujumlar bo'ldi. Meni xabarim bo'ldi. Men o'zim sotsial medialarda bo'lmaganligim uchun Facebook'larda.
Ama haberim yok. Bir narsani bilish kerak. Biz Dünya Qurultayı bo'lib yoki men bugun hozir buning reis bo'lib, normal har qanday bir insonga o'xshash tafakkur qilsak, o'xshash insonda qilsak, bugun bu yerga kelolmaydik. Xalq bizni xalqning og'isiga agishib mangan tashkilot va yoki rahbar olmaydi. Millatni normal avam xalqdan bir qancha qadam olg'ini ko'radigan vaqtimizning o'zida, strategiya qila olgan vaqtimizning o'zida, ondan keyin xalqni boshlay olamiz va yoki natijaga erishib olamiz. Ha, meni ma xalq yaxshi ko'rsin, ma xalqni tillabdim deb. Chunki dunyoda shunaqa zamonda payg'ambar afandimizmi qanchalik insonlar bilan mangan bu yo'lni, qanchalik insonlar qarshi. Bizning burungi rahbarlarimiz dunyodagi butun nimalar qarayli, Mandela qarayli, Yashar Arafat qarayli va yoki boshqa bizga o'xshash mustaqillikka chiqqan hammasi bizga o'xshaydigan bunday jabzalarni tatgan, shu yo'llarni bosadigan gap. Ammo ularmi ama xalqim ma ko'pchilik manda deb ekan, Ahmad manda deb ekan, men shuni qarab mangay desa, ular shu yerga kelamagan bo'ladi. Buning uchun men buningdan 30 necha yil ilgari vatanning o'zida namoyishlarga boshchilik qilgan Xitoyni 17 yosh, 18 yosh vaqtimizda tushunib bo'lgan. Kommunist Xitoyni tushunib bo'lgan, chet elga chiqqandan keyin demokrat Xitoylarni tushunib bo'lgan. 85-88 biz namoyish qilgan vaqtimizning o'zida, men buni har zaman Xitoy demokratlarga deyman, har yerda deymiz. 85-88 namoyish qilgan vaqtimizning o'zida bizning to'g'rilgan shuvarlarimizning muhim birisi planliq tug'ut amaldan qoldi. Demokratik saylan bo'lsin. Atom sınıfını to'xtat. Bundan başqa albatta milliy adolatsizlikni to'xtat. Avtonomiya qonunini yo'l qo'y deganga o'xshash borlar. Buning qolgan ikkisi Xitoylarning manfaati to'g'ri ekanmizmi? Ikkimiz demokratik saylan bo'lsin. Planliq tug'ut amaldan qoldi. Atom sınıfını to'xtat degan gap butun insoniyatning o'rtaq orzusi. Bir tane Xitoy professor yoki bir tane Xitoy o'quvchi bizning saf qo'shilmagan. Ama 89 yılı Beijing'de Tiananmen merkezi bo'lgan vaqtida Uyg'ur, Tibetliklar derslerini tashlab, bu Xitoy demokratik hareketini destekleyen, qo'llagan. Demek bu narsani ben her qanday xalqaro sorun deymiz. Uyg'urlarning demokratik tushunchasi bilan Xitoylarning demokratik tushunchasi o'rtasida azman farq bor. Biz demokratiyani qabul qilolmaydigan bir millat, ama Xitoyning ziyolilari bo'lsin, nimalari bo'lsin, buni qabul qilolmaydi. Hong Kong meselesi de Hong Kong demokratik hareketini chet ellarda tamam Xitoyning o'zida mengiyishda master usta yani. Xo'sh. Erkin media yok, belki Xitoy xalqining mengisi yuyilib ketdi deyishimiz mumkin, ama chet eldagi o'quvchilar bor. Yevropada, Amerikada minglarcha, 10 minglarcha Xitoy o'quvchilar bor, ziyolilar bor va yoki yashayotgan insonlar bor. Bu demokratiyaning ne'matlaridan foydalanadi, ama Hong Kong demokratik hareketi kelgan vaqtda Hong Kongga qarshi namoyishlarni qildi. Biz buni har yerda davatimiz. Bizden savollar bo'ladi. Bu Dünya Qurultayini terrorist davatidi, ayrimchi davatidi, Xitoy Xinjiangni bo'lib chiqdi. Biz bu fikrlarimizda bizden Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'ladigan haq-huquqimizni haqni so'rab olmaymiz. Xitoy demokratlari millatini Xitoy kommunistlaridan taxi yaxshi so'ygan. Bir haq bizning Xitoy xalqi texim bundan kuchli bo'lish kerak. Texim baxtli yashash kerak deydigan idealik insonlar bular. Bizning ularga bunday bir yig'inlarni qilishimiz orqali masalan 2016-yilda rasmiy bir soyqirım politikasi yo'l qo'yildi. Xitoy demokratlarining bir qismi o'zi demokrat bo'lganligi uchun buning to'si bo'lmaydi. Dunyo chunki bularning nurg'unlarini Saxarov mukofotlagan demokratiya jangchilari deb dunyoda biz epaqmaga Uyg'urlar epaqmaga mukofotlarni olgan. Ama ularning qalbi yüzünün içindeki nimasini biz bilgan bilan dunyo bilmaydi. Bunun yüzünü bildik, qalbini bilmaydi. Biz tushunamiz buni. Buni dunyoga bildirish kerak. Masalan, mush to'rig'indan keyin Xitoy demokratlarining ichki yuzi oshkorlandi ba'zan. Masalan, Beijing Shen. Qandaq bir men uning xat yozdim. Sen zamanında dünyada çünkü Beijing Shen Nobel mukofot kandidati bo'lgan, Saxarov mukofotlagan, dunyoda 20-30 ta mukofotlagan, dunyoda Xitoy demokratiyasining peshvosi deb bilingan bir Xitoy mushu yig'inning o'zining maskasini yeb tashladi. Men xat yozdim, seni dunyo va Xitoy demokratik hareketining peshvosi deb biladi. Senin burun deganlaring yolg'onmidi? Senin qaysi yuzing rost? Senin Xitoy cho'ng bir Xitoy milliyatchisi va imperialist tushunchaga ega bo'lgan bir odam ekanliging oshkorlandi.
Cevabını saklayın deb 4 xat yazdık. Chidamay chichangishib butun dunyoga nima qilib ketdi. Demak, mushu nimadan keyin Xitoylarning o'zi ichida jidallar boshlandi. Biz hozir nima deya olamiz? Bundan keyin Xitoy burun Xitoy demokratiyasi bilan yashay olamiz, biz yashamaymiz ular bilan desa. Mana hozir biz texim mana Xitoy demokratlarining peshvalarining e'lon qilgan bayonotlarini ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi o'zi mustaqil bo'lmay turib, o'zlariga yashamay turib, Uyg'ur xalqi Gomindangni ko'rdi. Gomindangning burunqi Qing sulolasi imperatorlikni ko'rdi. Gomindangning davrida yashab baqdi, Gongsandangning davrida yashab baqdi. Endi Xitoy demokratlarining mu texi huquq olmay turib bergan nimalarni ko'rdi. Degan narsa bilan degandikin insonlar demak bizning birdan bir nimamiz o'zimizni o'zimiz boshqaradigan mustaqil bir nimamiz bo'lmasa, davlatimiz bo'lmasa, butun Xitoy hokimiyatining asosiy nimasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar cho'ng Xitoychilik imperialist bir tushunchadan olib o'tolmaydi ekan degan narsani biz ochiq so'zlayapmiz. Ammo bu yerda bir nuqta bor. Butun nimalarning chunki masalan to'niki sotda bir Xitoy soqchi guvohlik berdi. Bir Xitoy soqchining guvohlik berishi aşağıki guvohlik bergan nurg'unlagan Uyg'ur guvohchilarnikidan texi xalqaro beradigan ta'sir kuchli bo'ldi. Nima? Chunki Xitoy yolg'on so'zlayotdi Uyg'urlarni. Bular degan hep bu sud başını oldida bütün şu kampanya yetib chiqqanlarni har xil to'qmoq. Birini iqtisodiy jinoyatchi dedi, birisini terrorist dedi, birisini undaq axloqini deb shaxsiy tiqtat hujum qilib yolg'on chiqdi. Hamda Xitoyning o'zining bir soqchisi. O'zining ko'zidan ko'rganliklarini Uyg'urlar qanday besim qilganliklarini Xitoy hukumatining bu zulmning qandaqchi Qingchanggoning emas, Jungyangdan Xi Jinpingning Xitoy hukumatining Uyg'urlarning tap yukin yo'qotish siyosatining bir davlat siyosati bo'lgan. Chunki irqiy qirg'inchilik deydigan bir qarorni berish uchun davlatning niyati bak muhim. Davlat haqiqatan mush millatni yo'q qilitish maqsadi bormi yo'qmi? Buni qaraydigan gaplar. Eng muhim narsa shu davlatning shu. Demak, biz uni deygilik. Ammo dunyoni qoyil qilish nuqtasiga kelgan vaqtning o'zida savol javob shuni chiqadi. Ammo bir Xitoy davlatining shunday bir niyatining bo'lganligini, o'zining Xitoyning bir soqchisi, ofiseri bo'lib, mushunga aralashganligini, eng oxirida vijdonning buni ko'tarmaganligini deganligining o'zi hajjiq moddiy faktlarni ta'minlab turdi. Tunji kompaniya masalasini biz o'tirga chiqqan vaqtimizning o'zida dunyoni qabul qilamiz 2018-yilgacha. Eng oxirida tunji qatim 74 tane kompaniya satellitlardan tepib dunyoga bo'ladi. U Xitoy bilan men berib ko'rishdim. Shoujiang bilan Kanadada, Vancouverda. Sen qanday bo'lding? Men ishonmagan deydi. Bunda vaqt bunda bo'ladi deb, qilgan eng oxirida ko'rish orqali mening vijdonim chidimidi dedi. Tunji qatim 74 tane kompaniya satellitni dunyoga taqdim. Balki biz Uyg'urlar degan bo'lsak, dunyo bu Uyg'urlar zaten Xitoyga o'ch. Xitoyga o'ch. Bular degan to'qqiz ishongil olmaydi deyishim. Biz hozir dunyo qo'ydiğimiz raporlarni chiqaryapmiz. Amerika'daki Uyghur Kişilik Hukuku Projekti Ömer Kanat'ın riyasetçiliği acayip isim raporlarını çıkarıyordu. Başka teşkilatlar çıkarıyordu raporlar. Ama bu raporlarını başka bir çetellik veya ki Xitay teşkilatı ve tarafsız de bilingen halkara teşkilatlarının çıkargan raporları karga vaktimizde ana asas alırdık. Çünkü bizde taraf tütüdeydi hangi. Bununla Şovcan destekte ilan etti. Dünya şok kıldı. Bu maddi paketlerle teminlep verdi. Bunun okşaş biz kopup paylanılaydığa yerde paylanışımız gerek. Muş Xitay sakçıda, muş sotka çıkış için, kayıt kılış için bunun işlerinde akısı işlengen hizmetler az emez. Nurgun hizmetlerin işi. O en akıda ensirdik ki iltiyaz kabul bolğandı ki yeni ola mı diyen ideyemek geldi. Bunun iltiyaz işlerine yardım kıldık biz. İltiyaz kabul bulunup oldu. Tönegin sotka çıkan vakti onun iltiyazdan kabul bulunup işlerin hal bolup bolğanıga bir qancha ay bolğan vakit. Ama o iş bulmasa özünün şu nimisini bəgə vəstur qıldı. Bunun bu sotunu güçləndirişdə, dünyaya maddi paketlər birləşdə nəydi mühim rol oynadı. Bunun üçün deyəm ki, bana Nur Bekir'ni Uygurca sözləydiğən, beşiği dopluq yediğən nurgun Uygurlar var. Ama bu Uygurların müşü dünyanın Uygurlarga soykırım uygulatıdı, Kazaklarga soykırım kılınvatıdı degen nəsdə ispatlaşı qançalik töpüs oldu. Hatta bunun zəyərər vergen Uygurlar var. Şöhrət Zakir günü çıxıb sözləvatıdı. Men Şöhrət Zakir ilə tönenki Xitayni veya ki Şovjangni oturup qoyğın dese, men elbette muşu Xitayga tek çoğunrak Bundan desem yani insan kopap dolkun meyen kismin Xitayga hürmet kıldı men dep yanıma hücum kılışı mümkün. Bu hücumlardan biz ensirep kalmayız. Çünkü bugün Şarkı Türkistan'ın
mustaqil qilishimiz, xalqimizni bu hurlikka erishtirishimiz uchun biz foydalanadigan butun imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. U Facebookga chiqib, WhatsApp'larda bizni tillashlar vatan azat olmaydi. Mustaqillik deb kunda to'g'lig'ini vatan azat olmaydi. Dunyoni moddiy paketlar bilan ta'minlab beradigan vaqtimizning o'zida dunyoning istashini qila olamiz. Shuning uchun mening uchun paket muhim, haqiqat muhim, amaliyat muhim, og'izda shuvar to'g'lash orqali bizni dumballab tash etish orqali vatan azat olmaydi, kamp taqalmaydi. Biz shuning uchun qo'limizdan kelgan butun nimalar bilan, imkoniyatlar bilan vaqt kelib qolsa Xitoylar bilan ko'rishimiz, vaqt kelib qolsa buddistlar bilan ko'rishimiz, vaqt kelib qolsa yahudilar bilan ko'rishimiz, vaqt kelib qolsa xristianlar bilan ko'rishimiz, vaqt kelib qolsa musulmonlar bilan ko'rishimiz. Zaten musulmon o'zimiz musulmon ko'rishyapmiz, ammo musulmon dunyosining buni tutayotgan ko'z qarashini ko'ryapmiz. Akşam Londondaki bütün Müslüman cemaati bilen bir araya geldik. Bütün bana dedik, müşindak sotlar buladı, sizin kömüdük bizi yerde. Bütün İslami değerlerimizge, kurallarımızga, meçitlerimizge tek kısmın tane meçitini yok kıvatkalları, yevlen yok kıvatkallarını bir Müslüman mutkası ilan kılmadı. Hristiyan mutkasları ilan kıldı. Sottum olar güvalık verdi. Dedik, müştak kıvatıdı, Yahudiler kıvatıdı, nemişin nımı kılmayız dedik. 2018 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı'da tuncu kıtım erkek arı kırış komitesi çünkü 1 milyon demiş ki dünya 1 milyon deydi hazırlıkı. Çünkü BDT'nin tili bu. Birleşken Devletler Teşkilatı ilan kılan sallık boğaçkı biridir. Şu nesnenin ilan kılınışının üzerinde Xitay'da insan hakları faaliyetlerini Qoğdaş Teşkilatı'da başımıtımlık Xitaylarının bir teşkilatı var. Bula halkara keçirip kılış teşkilatı başka teşkilatlar bakın. Edemler nevetken gap 2018 yılı. Şükür bir Xitayning bergan ma'lumoti, o'zi men ovozimni nima qilolmayman, ammo mening ismimni maxfiy tutinglar. Men berib keldim, 2 oy turdim, Xitoy bo'g'ashga bora oldim va devilayotgan gaplar, yer yashinayotgan hodisalar, dunyo qurultiyining, uning, buning Amnesty Internationalning va yakislar deyotganlarning necha hassi night fajali. Xitoy Xi Jinpingning maqsadi Uyg'urlarni tamoman qilitish kerak ekan deb bir Xitoy hozirgi ismini oshkorlamay qo'rqoqlik u. Şunun bəgən nəsri şu vaxtda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı xadimlərinin 1 milyondan artıq Uyğurunu bugün sen solub aldın deyə Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının dünyanın diqqətini tartışda oynayan rolları var. Biz məşundaq nimələrdən faydalanışımız kerak. Bo'lmaydi biz həmmədənlə özümüzdən bir öygi solunu veriblam, Facebook bukalıqkən deplam, yan çıxdım pul çıxmaydı ikən, bunun bedeli yoxkən deplam, hərəkətini qiliversək, o vətən milletini aldayalaymiz. Milletinin ko'nglini hoş kılalaymiz. Ama halkımıza yardım kılamayız. Halkımıza yardım kılış için biz bütün vasıtalarını paylaşmamız. Şunun için bizim tılısınmamız, doğrudatmanğa yolumuzda, maksınmamız, kandak kısınmamız bizim meydan. Şunda kılalıqalığımız için bugün bir şeyler kireledik. Onda kılanmagan bolsak bugün bir yerler kiremeyen buladı. Hoş. Köp rahmet Naiti. Tafsirle içip verdiniz. Rahmet. Hoş hem de sot içilgan günden başlap ta tüygiçe her qaysi meyli Londondaki şu Angliyadaki axbaratlarda bolsun yoki başka xalqaralıq nüfuzluq axbaratlarda har xil şekilde xabarlar chiqib turdi. Türkiye'den nurgun xabarlarda berilgan bo'ldi. Bu albatta bu yerda berilgan har bir guvohlik, har bir so'zlar oldimizdagi oylarcha nurgun axbaratlarningki nihoyat qimmatli material bo'lishi aniqamda. Texnik xabar ishlaydiganga. Qandaq ta'sir axborotlar ko'rsatgan ta'siriga qandaq qaraysizlar? Qaraysizlarmi tarixkilanda? Lağa bəgən təsiri nəhayət zor oldu çünki bu sotның tayyorlik xizmətləri meyli sot kollegiyası tərəfindən olsun, meyli dünya qolu tərəfindən olsun, nəhayət yəni xizmətinin bütün bir cəryanında axbarat məsələsiga köməkləşən oldu. Məsələn Birləşmiş BBC, Association Press, Al Jazeera'ya oxşaydigan, Sky News'ga oxşaydigan bütün basın bunu naq maydanda yayıldı. Naq maydandan taqatdı bunu. Erkin Asya Radyosu naq meydandan taqatdı, Doq TV'si naq meydandan taqatdı ve nurgulluğun xalqara mətbuatlarımı bunu naq meydandan taqatqanlarını özlərinin tiliga tərcümə qilib taqatdı. Şunun üçün Xitayning chidamayotganligining sababi shu. Shuni Xitoy yangi aqlchilmay bu yasab chiqilgan bir sana, bu bir qadimlik yani matbuat teatrisi deb o'ylab qo'yibdi. Shu şekilde hatta chiqib Şunun üçün bunun xalqara matbuatlarda oynagan. Hatta dostlarımızdan uçurlar geldi. İslam dünyasıdır mı? Arap matbuatlarıdır mı? Hazırlıcı bulungan derecede
zo'r bir matbuot nimasi e'lon qilinib demiş. Onun başqa eng kichik tillardimi dunyoning 3 millionlik nüfusi bo'lgan tillardan tortib Yevropa millatidan bo'lsin, hatto Latin Amerikadagi İspanya tillarida bo'lsin. Bu mumkin xalqaro matbuotlarda keng doirada tadqiqot Xitoy matbuotlarida hatto qilindi. Hem özümüzden xalqimi Erkin Asiya Radyosu'nun olsun, hatta İstiklal TV'nin Dünya Kurulu'nun ki bunu haber kılışı, Nahmeydan'ın biz Dünya Kurulu'nu takattık. Her günsi 8-10 mingden insan bunu Nahmeydan'da kögen, harap doğan bizge hakikaten köp uçurlar geldi. Bunun matbuat sayesinde bu mu Uygur meselesinden yeni bir kadının dünya matbuatıga yansışı nokta nazardan çok bir hareket buldu da böyleyine. Muvaffakiyetlik bir faaliyeti buldu. Sen efendim sizden gipiniz ben bu vakti yakı ötüp gidelim. Menimce Dolkun ise efendim Hem de bugün Xitay için cık verildi. Abay Xitay axbaratlı bu anasını dediniz. Hem de bugünkü söhbətimizdən baş temisi bolğan sualga keldik. Uyğur Sovyeti Şərq Türkistan davasıga qandaq təsir göstərdi? Siz aldı bilen inşallah sen efendim deseniz onu kendiniz neysadını alsak. Bununla menimce cevabını berip bulduk değil mi? Bu bir başlığı Dolkun İsa efendimlikine ait yaxşı da oyladım şu söz. Xitayga bir tamga besildi Xitay hükümeti için. Hoş. Bu Xitay hükümeti de alsak, muşu kem kagice mayli Kuomintang'ın vaxtı olsun, mayli Uygur, Tibet olsun, Mongol olsun, milli qırgınçılık hiç kaçan toxtab bakmagan. Yakın zaman elip etsaq. Mençimden keyin bu qırgınçılık Xitay zeminide, Xitay işgaliyetideki Şarq Türkistan, Tibet, Mongoliya qatarlıq yerlerde hiç kaçan, hatta Tayvan, Hong Kong'da mı toxtab bakmagan. Lekin hiç kim bunu bir xalqaralıq ölçemli kanun boyunca Xitayni sotqa tartib, bunda bir sotlaş jarayoni bo'lib bakmagan. Yana Xitay komünistlarga o'xshash bo'lgan Sovet hükümeti mi 71 yıl davamlaşkan. Şu 71 yıl jarayonida Chechen olsun, Kırım Tatarları olsun, yoki Başkurtlar olsun, hamma millatlarga, hatta Qozog'istonda Qozoq, Uyg'ur, O'rta Osiyoda boshqalarga milliy qirg'inchilik qilib bo'lgan. Lekin Sovet gumron bo'yicha jarayonida bunda bir sot bo'lib bakmagan. Xitoy abayman degandek Birleşken Devletler Teşkilatı'daki 5'ning biri. Hazır olsa Amerikaga shiltin etayotgan dunyoga biz xo'ja bo'lamiz deb bir oyning oldida Xitoy dedi, dunyoninki kelgusidagi qonun tuzumlariga bizmi qatnashib tuzaymiz degan. Mushunda bir paytda bizning Uyg'urlarning Xitoyni sotqa tortib bundaq bir milliy qirg'inchilik qilib bo'lgan, yana milliy qirg'inchilik degan gap Xitoy millati, Xitoy davlati zamonaviy bo'lmagan yovvoyi bir mana degan vaqtda bir hokimiyat, vahshiy, nasih xarakterlik bir hokimiyat degan bunda bir tamg'ining besilishi bu tarixiy ahamiyatga ega. Ikkinchidan biz Uyg'urlar uchun degan vaqtida bizga bir xalqarалық bir yakunning bo'lishi bizning Uyg'ur davosini yana xalqaro tashkilotlar ichida, BRIDT'ning ichiga, har bir davlatlarningki ichiga akirishda bu bir betaraf xalqaro qonuniga asoslanib, xalqaro qonunshunoslarning chiqargan dalil, yakuniy sud isboti deb oldiga qo'ygan vaqtimizda har qanday odam buningdan burunqidek rasmidu, ishonchlikmi deb savol so'ramaydi. Sotning yakuniga qaraydi. Shuning uchun bu sotning yakuni chiqishi bilan men ishonaman, texmi ko'plagan tashkilotlar, davlatlar, mening deganim tashkilot deganim xalqaro xarakterlik. Hattoki masalan, bu sot hukm chiqarib bo'lgandan keyin hozirgacha Xitoy bilan savdo qilayotgan shirkatlarga shu sotning hukmini olib, ya to'xtatsa, ya'ni seni sotga tortimiz deb bularga bevosita biz sot tortish orqali bularni to'siy olamiz. Mana degan vaqtida
bizga yana bir xalqarada yangi naiti mukammal bo'lgan bir qo'ral qo'limizga tutildi. Bu qurolni ilib biz Xitoyni xalqaro sahnasida, siyosiy sahnada har xil yo'llar bilan Xitoyga taqobil turadigan bizga bir nihoyatda unumli qurol bo'ldi. Xo'sh. Shuning uchun bu bizning Uyg'ur da'vo, yana Uyg'ur mustaqillik, erkinlik harakatininki yangi bir tarixiy burilish bo'ldi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Men dal shu maqsadni qilib so'ragandim bu savolni. Albatta yuqoridagi programmaning 5-dan tortib bu so'tni ahamiyat haqida paranglashyapmiz. Qanday ta'sir ko'rsatdi degan savolimda buningdan keyin albatta hozirgacha qabul qilingan irqiy qirg'inchilik deb qabul qilingan davlatlarning soni ma'lum. Bundan keyin nurg'unlagan bu yerdagi nufuzli kishilar tomonidan nihoyatda ilmiy shaklda guvohliklar elindi. Buni albatta siz deb o'tgandek mayli tijorat jihatdan boshqa cho'ng shirkatlarga besim ishlatish bo'lsin yoki bundan keyin nurg'un davlatlarningki parlamentlaridan xalqimizningki uchuq irqiy qirg'inchilikqa Sharq Turkiston xalqining uchrayotganligini shu davlatlarning e'tirof qilishi Sharq Turkiston davosining texmi bundan keyingi yo'lininki dag'dam echilib mengishi uchun qanday zo'r ta'sirlarni ko'rsatdi degan maqsadda so'ragandim. Tulg'un Sapandim sizdan bir ikki qizga gapangiz bo'lishi kerak buni. To'g'ri, shu bu endi bu sotninki natijasi bir qism davlatlarni siz deb o'tganingdek parlamentlarni bo'lsin biraz arasalda bo'layotgan, chunki buni soyqirım deyish uchun arasalda bo'layotgan buning qonuniy nimasi asosi bormi yo'q deb bo'layotgan davlatlarni yoki tashkilotlarni moddiy paket bilan ta'minlaydi. Eng muhimi hukumatlarni amaliy bir qadam besishga turtki bo'lgan gap. Masalan, hammamizning xabari bor, bir 2 oyning oldida Angliyada parlamentidan erkak qirg'inchilik masalasi muzokara qilib parlamentda talash tortishning oldida muxbirlar Angliyaning bosh ministri Boris Johnsondan so'ragan bir savoli bor. Angliya shu qirg'inchilikga, so'yqirma, erkak qirg'inchilik masalasiga qanday qaraydi? Bunun bir sizlar shunday bir parlamentdan qaror chiqsa, hukumat buningda bir harakatga o'tamdi deganda Boris Johnsonning bergan javobi erkak qirg'inchilik masalasi bir tarafsiz sud mahkamasining qarori bilan bo'lgan ish. Shunda bir qaror chiqsa, demakchi o'qidimiz bu shunday hukumatlarni birinchidan moddiy paktdan, ikkinchidan bu mahkamaning qarori hukumatlarni, xalqaro tashkilotlarni, parlamentlarni hukumatni amaliy qadam bosishga majburlaydi. Çünkü endi nima saqlaysa. Çünkü hukumatlarning ko'p vaqtlarda o'zining moddiy chiqardi manfaatlarini asos o'rin qo'yib, tijoriy manfaatlarini asos o'rin qo'yib, davlatlar bilan yomon bo'lmaslik, yaxshi o'tish, jiqroq manfaat olish, foyda olish, sotib qilishni o'ylaydigan gap endi. Shuningga, ammo u hukumatlarmi bu shunday qonuniy doiralar bo'yicha o'rlash tegishli qonuniy va axloqiy majburiyatlari bor. Bu majburiyatlar uchun moddiy pakt lozim. Demek şununla bu sot Sharq Turkiston meselesini birinchi Xitoyni xalqarada bir erkiy qirg'inchilik o'tkazayotgan, jinoyat o'tkazayotgan bir davlat deb qabul qilish nuqtai nazarida va kelajakda Xi Jinping, Chen Chang'o, Shohrat Zagorga o'xshaydigan insonlarni, xuddi Milosevichni, Saddamni sotlagandagidek sotlaydigan bir qadamning boshlanishi. Shuning tayyorliqlari bu. Bu nuqtada muhim. Ikkinchisi Sharq Turkiston davosining yani Uyghur xalqining Sharq Turkistonning mustaqil bo'lish huquqimizning borligini, chunki Xitoyning maqsadidan bu yoqda bizni tamoman yo'qotish, ya'ni davlatning maqsad niyati muhim deganimiz shu. Niyatning borligini bu millatni saqlab qolish uchun Birlashgan Davlatlar xalqaroning buning bir majburiyat bo'lligini asliga soladigan gap. Chunki bunda bir qiyinchilik uchrayotgan, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millatni xalqaro qonun bo'yicha qo'g'dirish, himoya qilish majburiyati tug'iladi. Bu davlatlarning majburiyati bo'lgan gap. Ondan keyin biz o'zimizni saqlab qilish uchun bunda qirg'inchilik uchragan, xuddi Kosovoda, Bosnaning nimasi shundan qaynoqlandi. Ashna qirg'inchilik uchragandan keyin dunyo bo'lgandan keyin ularning mustaqilligini tunish majburiyati qildi. Bu shunday narsaga olib bordi. Ya'ni buning natijasi Sharq Turkiston davosining milliy egilik huquqimizni qo'lga olishimizga qadar chetiladigan da albatta birdan-bir narsa bu emas, bu shunga ta'sir ko'rsatadigan bir ahamiyati bor. Xo'sh. To'g'ri. Buna bir narsani qo'shib qo'ysak,
Ben evet isimli kelmepti. Hoş. Hozirgacha 2022 yılı Beijing'de geçirilgan Olimpikninki hem Olimpik komiteti Qurultay Dolqin İsa efendim ve Qurultay vekilleri Olimpik komiteti bilan ko'rishdi. Har qitim ularning degini biz siyosetga aralashmaymiz. Bu tantarbiya, bu faqatla siyosatsiz dedi. Masotning chiqargan qonuni bu mu siyosatsiz bir hukm bu sotninki. Mana degan vaqtida mushu sotning hukmi 9-oyda chiqsa, Xudoyim buyursa, shuni elib Olimpik komitetining oldiga qo'yib, Dünya Uyghur Qurultayı mana bu sotning hukmi milliy qirg'inchilik degan vaqtida mencha Olimpik komitetimi orqaga chekinish ehtimoli cho'ng. Shuning uchun bu mushu navbatda Xitoyni birinchi qadamda mushu natija bilan Olimpikda biz mag'lub qila olishimiz ehtimoli hozir mushu sotninki bilan texmo kuchlanadi. Xo'sh. Ko'p rahmat. To'g'ri dedingiz. Ko'rmalarimizni nihoyatda ko'p ko'ryapti. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz uchun yozgan qarindoshlarga. Programmamiz deb o'tganimizdek haqiqatan endi bu sotninki Xitoyga hozir bevosita darhol jazo yurgizish bu degandek BDT aşmağanlığı üçün bunu undaq bir ta'sir bo'lmasmi, ammo vositlik holatda nurg'unlagan mayli tijorat jihatdan bo'lsin, mayli Xitoyning bu qadar rezilligi dunyoga oshkorlanishi bo'lsin, yuzabro jihatdan bo'lsin, nurg'unlagan tarafdan ta'siri bo'lganligi aniq. Shundaqla bu ekrandan yana bir qatim navbat kelgan ekan bu yerda yana chaqir qilamiz. Mushu guvohliklarninki Xitoyning jinoyatlarini oshkorlashninki qancha muhim ekanligi. Bu bosqichlar Xitoyni oxiri olib bugungi shu nuqtaga olib keldida hamda shu xalqimizning alhamdulillah shu istiqlolda tunji qatim portlagan sukut programmasi bilan shu Xitoyninki jinoyatini ichish programmasi bilan boshlanib nurg'unlagan shu guvohlik bergan qarindoshlarimizning ko'pinchisi o'sha yerda guvohlik bergan qarindoshlarimiz ham xalqimiz Tulqin Iso efendim abay deb o'tdi. Yani xalqimizning soniga nisbatan biz har programma devatimiz Xitoyning jinoyatlarini oilamiz kelayotgan o'zimiz boshdan kechirgan bu narsalarni oshkorlayli. Buni intayin jiddiy foydasi va deb chaqiriq qilib kelyapmiz. Buni ham takrorlaymiz bu yerda. Albatta bu sotninki programning oxirida oldimizdagi oylarda ikkinchi bir bosqich ochildi. Sotning keyingi bosqichlari qachon va qanday davom qilmoqchi? Bu vaqtdagi so'zni anglab programni oxirlashtirsak. Marhamat. Birinci basqıç tamamlandı. Birinci basqıç tamamlandı. İkincisi 9. ayının tönügün sotun yapılış, birinci basqıçlık yapılışımızda Basqıçı Jeffrey Nice efendim 9. ayda da 9. ayının gününü belgilep yaptı. 9. ayının 10'ünün 13. günü geçe fevkalade bir özgürlükle babkas özgürlükle vaktinde özgürlük buluş mümkün. 9. ayının 10'ünün 13. günü geçe Londra'da bulmakçı yana. Anın deyinken sotun 12. ayının başlarında sotun kararı çıktı. Keyingi başlanmışına devam kıldı. Hem ki 9. aydaki sot üçün yeni məlumatlarını toplaş, bu qatim məlumat belgelerinin bir kısımlarını yana teklif qilish mümkün. Sot elbette onun biz aralışamayız. Sotun nimesideki jaryan. Ama bununla maddi faktlarını təminləşki yardım qilish bizning mecburiyetimiz. Burun degenimizdeki burun belki bu mesleki biraz sus qarıgan veya ki ciddi muamele kılgan dostlarımız oluşu mümkün. Kamplar yetiştirden yalnız 8 hanım bir Ömer'e vekili 9 adam yok. Naitecek insanlar var mı? Biz bilmiyoruz onu. Orta Asya'dan var, Türkiye'den var, Avrupa, Amerika'da kim yani 5. çıkılan kardeşlerimiz var. Elbette biz olanı zorlamayız ama bunda bir mesele kegen vaktimizde bir insanın ki azrak cesaret gösterip, fidakarlık gösterip, kamp şahitleri gösterken okşaydıgan cesaretini gösterip kısa milyonluğun insanın derdinin yengillenişine Xitayning jazolanışı üçün çok kıymet bulundu. Bu dünyada mı savabı köp bulundu. Bununla 5'ini tıkıvagan jazo lagerleri diye çıkan kardeşlerimiz ne? Yanı bir katım bir yerden çakır kılış arkalık 9. aydaki son üçün guvalık veriş çakırın. Çünkü bu nayet hayatı. Bir Xitay sakçı belge yerde bence bu nurgulagan insanlarımızın vicdanı sual koyduğun bir hadise de oydayım. Bunun ikincisi kamplarda yetiştirmegen bozma hayatları, aileleri,
her xil şekilde kamplar yıpratkan, ölüm yetimler boğan. Çünkü yalnızlam kampı yetimimizden qarab baksak bütün neme. Yani toğmatlık nemesi. İnsanların Xitay hükümetinin gelip çekleş siyasetleri olsun, ballarını, ailelerini arvetiş geriyetleri olsun, hayatlarını kıyınlaştırıcı nesne olsun. Hem bir sebep olalım. Şununla özümüzden ailemizde uruqluq qaldırımız düşkegen facialarını mı təminleyli. Belki onu təminlegen facialarının hemmisini sotqa çakırıp ekemey. Tallaydı bu kadar 300 adamın içinden netçi min tane vaktin için 300 adamla interview kılındı. 300'ün içinden 24 kişinin çakadı. Sertifikatallık bunu. 14 tane xalqara mutaxassislar çakadı. Çakırın ama belge materyallarımız sotunun maddi delil bulup onu güçlendirişki pek fevkalade rol oynadı. Şununla yana bu fikrimizi bir yerde bir tekrarlayımız. Bu pek fevkalade mühim. Anadaki ikinci bir mesele bizge halisane tercümanlığa ihtiyacımız var. Çünkü bu karındaşlarımızın bu fikirleri İngilizce veremeydi. Bunu tercüme ediyoruz. Hazırlıkça bu aralıkta abiyatını dep ettim. Halisane alda. Bunun ismini çıkarınca halimgallah olsa ismini çıkamayız. Zaten isimsiz normal olan karındaşlarımız. Bazıları ismi çıkışında halim idi. Bazıları ihtiyat kıldı. Bazıları zürriyet yok Allah rızası için de hizmet kıldılar. Ve aşağı akıp kayısı maksattım bulsun. Yeter ki hizmet netince mühim bir yerde. Usul mühim demez. Bununla bu cihetimi bizge bildirip ben muşu sottanki tercüme işlerine yardım kılışay deydiğen pak toplaş işlerine yardım kılışay deydiğen insanlarımızın bir yerden olarak hitap kılımız. Anın deyinkin bir nesini dep koyay. Bu sotta degendeki de dağlam 10 tane sotçu anın deyinkin bir qancha advokatlarının ki sen köydük. Ama senin akırısı da hakikaten ben şahsen üzerime bek təsirlendim. Dünyada tehi insanlık ruhu ölmegen insaniyetinin beksadı için, adalet için, hakkaniyet için yüzünün bütün hayatını şunun bağışlayan ne güzel insanların bağlılığını bildim. Onun dini itikadının, tilinin ne buluşu mühim emesken. Çünkü nayet mükemmel tayarlangan. Bunu biz puluyla kılımız isek diğerinde milyonluğun puluyla. Fakat aşı nek meydandan taktiş nemesinin üzgülen belki bir kanç 100 bin, 20 milyon pul geçiyor mümkün. 20'den artıq mutaxassis avaz üskünlerinden kıldırgan. Rekord kıldırgan. Anın deyinkin şundan tenşeydigan 20'den artıq adam senin aqısı durup hizmet kıldı. Bizden münasibet yok insanlar tanımayız. İsmi çıkışını kalamaydı ama ben muş sonunda bir insanlıkka muş soykırımının turda çıkıp töhpen olsun dep xalisan pulama işdaşlarım. Üskünle aşağı kelgen üskünle. Hemmisi şirketle yardım kıldı bazı insanlar kıldı. Anın deyinken bexatarlik, muş sotning bexatarligi üçün. Kelgen mimallarning bexatarligi üçün, sotning nimasi üçün bütün bir sot kalogiyasi. Çünkü bu sot elip berilgan o'rin mu bek muhim ya. Westminster sot mahkemesi bu dünyadaki en dağlık, en kadimi sot. Bütün bina kiralandı. Bütün bina takaldı. Çünkü bunun kiçikkina bir zalının bir günlük nimasi 8-10 bin euro ke. Çünkü bexatarlik noktasında normal bir konferansla mesela bugün düşündüm ben o yerden bir konferanska barım. Bu zalda nurgulluğun başka faaliyet ama muş sot jarayanda bütün sotun numara takaldı. Anın deyinken security için, bexatarlik için en azında 30'dan artık adam o burunun aldıda su içtiği yerde bexatarlik çıktıgan bütün neslerge hizmet kıldı insanlar. Ben Uygur bomağanlar tekrar. Ben de tercümanlarımız kıldık bazı bizge fikirler geldi, tercüman bazı çok kabulde kıpılamadılar çünkü normalde halkara bir nimelerde bunda çok yığınlarda bir tercüman çok olsa 15-20 minutlik ikinci tercüman almışıdı. Biz müracaat kıldık. Muştunga belki dikkat itibar veremegen buluşum bizim belki teşvikatımızdan yoki çakırıklarımızın to'liq anlamayan bo'lgan bo'lishi mumkin yoki ancha muhim emas deb qolgan bo'lishi mumkin va yoki biz ehtiyot qilgan bo'lishidan qat'iy nazar tercüman meselesida naq maydonda tercüme qilgan tercümanimiz qiyinchiliklarimiz bo'ldi. Bunun için o'xshash adam necha soatlab ashada tercümanlık qilishga to'g'ri keldi. Çünkü bir insonga yüklemek atıp etilgan vaqtimizda sağlam ishning taraqqiy qilishiga ta'sir ko'rsatdi. Shuningga keyingi bosqichlarımızda biz mi bir tecrübelerini yakunladik. Şunun xalisani bu ishga hamkorlashishni xohlaydigan yaxshi til bilgan, ingliz tili, uyg'urcha tillarni yaxshi bilgan qarindoshlarimizni biz yana safarbarlik taklif qilamiz.
guvohlik beradigan qarindoshlarimizni safarbarlikka taklif qilamiz. Anından keyin bu sotning texnik iqtisodiy nimasininki biroz yana challalari bor. Chunki mush qatimqi chunki bu pullar nimaga ishlatildi? Bu guvohchilarning aeroplan berildi. Bir 10 kun karantinada 8 kun karantinada qilinib qoldi. Ortiq bo'lmasa 3 kun turadigan hotelga bir haftalik hotel nima qilindi. Tamoqlarni to'yishadiganqa nima qilindi? Bu jarayonda men yana moddiy ma'naviy yordam bergan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Butun tashkilotlarimiz haqiqatan chet ellik tashkilotlarning 80% ozdir ko'pdir bo'lsin bunga moddiy yordam qildi, nimalarni qilish yordam qildi. Ya bunun uchun bu yerda bir rahmat etishni orzu qilamiz. Xolisani ismini chiqarishni xohlamagan nurg'ulgan tijoratchilarimiz bor. Kelecekte milletimiz hem işte bo'lgan vaqtida inşallah ularni oshkorlashimiz va shuningga bütün milletimizni yana bir qatim keng iqtisoddan qadam bosqishlari uchun texnik o'yg'oq bo'lishga, moddiy, ma'naviy jihatlardan faktlar bilan ta'minlashga, yordam qilishga chaqiramiz. Hech yordam qilolmaganlar bo'lsa-mu, putli qasham olmay, tosh atmay, Xitoy tashqi ishlar ministri bilan o'xshash mavqeda turib, harakat qilmay, ish bo'lmasa madad berishni. Chunki bu sotda yana bizning ta'sirlangan narsamiz uni deb qo'yay. Chunki biz guvohchilarni siz manglagan, men manglagan, videoda anglagan ayrı-ayrı ko'rishgan. Ammo oyada bütün guvohchilar bir oraga kelib, hammasi kelamidi? Ama bir qismlar kelib, birisi guvohchi bergan vaqtida Allohning turmida yotgan azoblar kallasi kelib, birdan dilam ularning qonbasi o'rlab ketilgan. Yo'qsizdan. Muşlarning hammasiga doktorlardan tortib qishidi bo'ldi. Psixologlar keldi hatta. Psixologlar kelib, chunki ular biladigan gapga biz bilmaymizkan, ular bilgachga psixologlar kelib, darhol sotning chiqishining oldida ular deganning ash mühürlerini silab, nimalarniki jasoratli bo'l, hech qanday bo'lmas, sening rolingdek muhim deb jasoratlantirdi, tushgandan keyin on narsalarni qilgandan keyin qon bosib o'rlab ketib, tuyuqsiz yondirib, mushlar avvallar bo'ldi. Mushlarning hammasiga doktorlar darhol dorilarni berib, xolisona xizmat qildi. Yani men bu sotdan hakikaten dünyada insaniyet için yüzünü pidak kılış ro'yiga ega bo'lgan bek güzel insanlar varken bunun da ben şahsen üzerime ders aldım, ben ta'sirlandim. Bunun da bizim halkımızın ta'sirlanishi kerak. Çünkü o insanların devleti var, nimesi var. Bizning Uyg'urlarga yordam qilsa mecburiyeti yok ama bizim mecburiyetimiz var. Şimdi bunda vaqtimizda hiç bo'lmasa insanların ro'yini sundurmay şu sotga ketib qolgan şunu ecir kılatkan insanlara bir tane mesaj edip Allah razı olsun sizden hizmetinizin bu deyiş buğday nenin bulmasa buğday sözünün yok mu deydiğen gap var. Şuları manevi teselli veriyor. Çünkü Xitay bir taraftan psikoloji hücum bağma tutup ekilimizsini ya vaxtınızda yeni bir qerinişim korkmang. Sizin aklınızda 30 milyon Uyghur xalqı var, Şarkı Türkistan xalqı var. Bütün xalq siz qarab turib deydiğen cesaretlerini bereleydiğen bir ahlakını yetiştirişimiz gerekkenler koydu. Doğru. Köp rahmet. Allah razı olsun. İlşat Hasan efendim, sizden bir sözünüz var mı ahırda? Olmasa. Menimce hammani Dolqin İsa efendim yakınlar nayti yaxshi bo'ldi. Hammamiz qo'llayli. Bu nayti muhim ahamiyatini jiqtab ketdik. Qo'llash har xil usullar bilan shu Dolqin İsa efendim degandek moddiy jihatdan isbot berish, ruhiy jihatdan qo'llash. Shularga hammamiz bir kishilik hassimizni qo'shayli, mendan boshlayli, bugundan boshlayli, hozirdan boshlayli. Shuningda ching turayli. U aning ishi, mening ishi emas, hammamizning ishi. Bizning beshimizga kelgan kun, bizning majburiyatimiz har qanday bir Uyg'urning vijdoniy, iymoniy qarzi. Shuni ado qilaylik. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Har ikki yillarga bu qimmatli vaqtlarni chiqarib aslida bilgan asli programın en köp gördüğün keşke orlaştırmak için ama lekin Dolqin İsa efendimning programının aldıda olsun, keyinde olsun, yığını oğallığı için fakat müş arlaktaki 2 saat fırsatın paydanlaylı hem kızık vakti dep şu 3 saatki orlaştırgan bolsak mı hakikaten hem e'lanni mı nayeti ciddi şekilde etigende e'lan kılaldık vaqtni orlaştırıp alamay. Şunda qilgan bolsak mı mayli Facebook, YouTube'dan nayeti köpligen gözün köpürek xırnaşımız naqmaylardan başına ahir köyde. Qağını inşallah keştiki xabarimiz bilan birga çay qahvalarni demlab qo'yib inşallah başına ahir ko'rishinglarni umid qilamiz. Programga inkas yozgan, rahmat aytgan bütün qarindoshlarımizga hammasiga ayrim rahmat aytamiz. Shundaqla bu sot kollegiyasininki başdan ahir xizmat qilgan har bir zarrachilik hassasiyat etgan barliq qarindoshlarımizga shundaqla sot kollegiyasi xodimlari bo'lish bilan boshda ular bilan
Onun ətrafında abay sözləb ötkəndək, mehmanlarım sözləb ötkəndək, insaniyyət üçün, adalet üçün, təcavüzçü Xitayninki zulüm uçuratqan Uyğur xalqının yerində durğan hər bir insan üçün, insani qeyrindaşlarımız üçün hər bir Uyğur xalqı minnətdar buludu bununla çoxum. Ayrım-ayrım rəhmət etimizdən meydəngə. Yəni bir qatımlıq söhbətdə başqa bir temada görüşküçə aman boğaçlar. Assalamu aleykum və rəhmətullahi teala və barakatuhu.